Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hazır Amerikalik məşhur yazğıcı Edis Wharton'ның Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan G'ubarsız Yıllar namlıq romanını anlatdımız. Xat. Teatrxonada siz bilan ko'rishganning ertasi qechib ketdim. Deb boshlangan edi. Ko'ngli yaxshi do'stlarim meni ep qoldi. Men obdan o'ylanishga muhtoj. Ularning men qanchalik yaxshi muomala qilganligini aytgan edingiz. To'g'ri deb ekansiz. O'zimni bu yerda to'limi bexatar sezyapman. Biz bilan birga bo'lishingizga naqadar tashna bo'lyapman, ha? Xatning oxiriga hurmat bilan degan so'zlar yozilgan edi. Ammo qaytib kelish vaqti to'g'risida uchirib berilmagan edi. Xatdagi so'zlarning mazmuni yigitni to'limi hayron qoldirdi. Oraniska xonim nimidan o'zini qochirdi? Nemishqa bexatarlik tuyg'usiga muhtoj bo'lib qoladi? Uning oldi bilan esiga og'ini chet eldan kelgan xatarning tahdidi bo'ldi. Olishibli kelgan o'ylanishdan keyin Oraniska xonimning xat yozishdagi uslubini toza tushunmaydiganligini e'tirof qildi. Balkim bu faqat bir jonliq mubolag'adan iborat bo'lishi mumkin. Ayollar mubolag'a ishlatishga amroq. Uning ustiga Oraniska xonim ingliz tiliga toza puxta emas. Qilayotgan gaplari ko'pincha chog'larda xuddi fransuz tilidan hozirla tarjima qilingandek tuyg'u beradi. Fransuz tili nuqtasidan qaraganda birinchi jumlaning ma'nosi kishini bezor qiladigan bir uchrashishdan o'zini qochirish deganga mangdigandek qiladi. Bu xil ehtimollikning nihoyat cho'ng ekanligi chiqib turadi. Archerning nazarida u baxli o'z beshimchi edi. Xushallığı uzoq davomlashmay bezorlikqa osonli o'rin bo'shatdi. Van der Lotun xotinning uni Scott Colifga ikkinchi qitim opirishi hamda bu qitim vaqt cheklamasining yo'qligi Archerga to'limi qiziqarli bilindi. Scott Colif dachisining darvozasi mehmonlarga kamdan kam ochiladi. Bundaq sharafga erishgan oz sondagi kishilarning erishidig'ini faqat g'ashlikka to'lgan hafta oxiridan iborat bo'ladi. Archer oldingi qitim Parijda Labishning esil komediyasi Belisom apandining safarini ko'rgan. Belisom apandining o'zi muzliq daryodan qutuldirib olgan yeliq yoshqa egilmas sunmas ong bilan bog'linib qelishi hozirmi uning esida. Van der Lotun xotin muzliq jirog'i o'xshaydigan ko'rinish ishidan Oraniska xonimni qutuldirib oldi. Uningga bo'lgan amroqlikda boshqa sabablar bor bo'lsa-mu, lekin ashu sabablarning keyinda uni davomli qutuldiradigan oliyjanob ham qaysar irodaning borligi Archerga ayon edi. Uning ketib qolganligi Archerni nihoyat umidsizlantirib qo'ydi hamda oldingi kuni kechda Regi Chiferis xotinning taklifiga qo'shilmaganligini yodiga soldi. Ular uni Hodsondagi turalg'usida kelar yakshanbani birga o'tkazishga taklif qilgan edi. U joy dal Scott Colifning janubiga bir necha mil mukammaydi. Nihoyat burunqi chog'larda u Xepankining nihoyat qizib ketadigan o'ltirishlarga qatnashish, sahilda sayl qilish, muzliq kemalarni haydash, chaniga o'ltirish, qarliq dalalardagi uzun musofirlik piyoda saylalarda bo'lish qatorliqlardan bahrinib boqqan. Xonim qizlarga muvofiq usul bilan qanot so'rash va muvofiq darajadagi badqiliqlarni qilishning ta'min raso tetigan edi. Londondagi kitob savdogari avatgan bir yashik yangi kitobni boyatilla topshirib olgandan keyin u bu suyumliklari bilan bir tinish yakshanba o'tkazish maqsadiga kelgan edi. Ammo hozir klubning ayrim uyiga kirib, ikkili xat yozib, buni telegramma qilib selibetishga bir xizmatkorni buyurdi. Regi xonim o'z mehmonlarining planini tuyuqsiz o'zgartishiga qarshi turmaydi. Shundaqla uning sig'imchanlikqa boy turalg'usida Archer uchun bira uyning chiqadiganligi bir xil mangulik qonuniyatga aylanib ketgan. Newland Archer hafta oxiri kuni kechda Chiferis oilasiga keldi. Shanba kuni Xepanikda dam ilishdagi rasm qoidaga aylanib qolgan barliq ishlarni samimiy sodiqlik bilan o'rinlab tugatdi. Tushdan burun ayol sohibxonning yurakligirak bir qancha do'stlari bilan birga muzliq kemasi haydadi.
tushdan keyin Riga bilan birlikda dehqonchilik maydonini ko'zdan kechirdi hamda alohida ko'rsatilgan otxonada otqa munosabatlik to'limi ta'sirlik bo'lgan xos nutqni angladi. Tushdan keyinlik choydan keyin tom mashning o'ti yo'rtib turgan mehmonxonaning bir bo'lingida bir yosh ayol bilan parang'i tushdi. U ayol uningga to'yg'ib putishganligini anglaganida o'zining qattiq azoblanganligi to'g'risida parang selib yuratdi. Mana hozir bo'lsa, o'zining to'yg'i bo'lgan intilishni uningga taqozolik ichida so'zlamoqda edi. U yarim kechada bir mehmonning karvatiga oltin beliq joylashtirishiga yordamlashdi. Ansizrak bir hammisning monchisiga xatardan signal berish uskunasi o'rnatib berdi. Yerim kechidan oshganda bolalar faoliyat uyidan yer osti uyigacha davomlashgan bir maydon mojaroni ko'rdi. Yakshanba kuni tushlik tomoqdan keyin yolg'iz otliq chanadan birini oriyat oldida Scott Colifga yurib ketdi. Burun kishilar Scott Colifdagi ashu imoratni Italiya uslubida deb anglashgan. Italiyaga berib baxmaganlar buningga chin tutib qolishi mumkin. Konraqlarmi buningga boshqacha fikrda bo'lmasligi tabiiy. U imorat Van der Luton apandining yosh vaqtida selingan. U uning ulug' sayohatni amdila tamomlab qaytgan hamda Luisa Dagonet xon qiz bilan belli bo'ladigan to'yni intizorlik bilan kutayotgan chog'lari edi. Butunlay yog'ochdan selingan bu g'oyat zo'r chasi qurilishining tishliq yapsar shakldagi tomlari suz, yeshil va oq sirlangan. Kolonis pasonidagi yumaloq to'riqlik dalonning derizlari orasiga uyuqchilar elingan edi. Imorat joylashgan egizlikdan pastga yuzlanganda po'lat taxtiga naqsh o'ygandek ko'rinadigan palampaysimon supularning qirlariga reshatkalar o'rnatilgan. Sarchi daraxtlari tikilgan. Bu yo'l bilan mangsa shahli radsizrak kelgan bir kichik ko'lga bog'li bo'ladi. Atrofiga asfalt yotqizilgan bu ko'l bo'yidagi kam tepiladigan yengni yupirmoqliq daraxtlar ko'zga alohida chiliqatdi. O'ng sol ikki tarafidagi qalaymaqan o't cho'plardan xoli esil chimliqning o'ttirisi avrishkilar bilan bezalgan edi. Egiz pas holatda so'zilib, ko'z yetkisiz o'tloq bilan tutishatdi. O'tloqning eng yuqori qismidagi sipri ishlangan cho'yun bezak diqqatni tortdi. Osti tarafdagi o'ymonliqdan o'rin olgan 4 uylik tosh imoratni qo'riqning tunji egisi 1612-yili o'ziga berilgan mushu yerga soldirgan edi. Tutuq qish osmoni bilan op-oq qor orasida qolgan italiyachi bu dacha xeyli g'amkin ko'rinadi. Yoz faslidami bir xil sovuq holatda bo'ladi. Hatta o't cho'plarning mayislarimi chakdan o'tib ketishga petinanmagandek dachining oldingi qiri bilan 30 mildan ortiq orliq saqlab turadi. Shu tapda Archer ishik qo'ng'irqini bosdi. Jiranglagan ovoz to'limi uzoq so'zildi. Ming taslikda esini tepayotgandek ko'rinadigan xizmatkor uyqudan cho'chib uyg'ongandek holatda edi. Xushal bo'lishga tegishli yeri Archer mushu jamoatning a'zolaridan sanaladi. Şuna nait tuyuqsizlik qadam tashrif qilgan bo'lsa-mu, Oraniska xonimning uyda yo'qligi 40 minutlar ilgari Van der Luton xonimga hamroh bo'lib, Payton bilan chiqib ketganligi qatorliq ishlarni bilishga salohiyatli edi. Van der Luton apandi uyda, dedi xizmatkor gapini davomlashtirib. Biroq hozir tushlik uyqusidan amdili uyg'ongan bo'lishi yoki tunugullik kashlik pochta gazetini o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Tushdan burun qaytib kelgan chig'ida tushdan keyin kashlik pochta gazetiga ko'z yugurtib boqay deganda qig'inni anglagandim. Xohlasangiz kutubxonasiga berib tinglab boqay. Biroq Archer rad qilib xonimlarning oldiga chiqishni xohlaydiganligini aytdi. Buningdan ko'ngli oromiga tushganligi aniq bilinib turgan xizmatkor tantanalik ravishda darvozani yopdi. Otbaqar chanini otxonaga haydab kirdi. Archer Payton to'xtatish maydonini kesib o'tib cho'ng yo'lga chiqdi. Scott Colif kenti bu yerdan 1,5 mil yiroqlikda edi. Lekin Van der Luton xonimning hargiz piyoda mangmaydiganligini Archer obdan biladi. Paytonning kelayotganligini ko'rish uchun cho'ng yo'lga qadilib turishga to'g'ri keladi.
Biroq uzoq o'tmay cho'ng yo'l bilan kesishadigan piyodalar yo'lida qizil plashliq bir sima uning ko'ziga chiliqdi. Oldida cho'ng bir it yugurib kelyotdi. U oldi tarafga ittik o'tdi. Qadamlarini ittik to'xtatgan Uraniska xonimning chiroyida qarshi elish ma'nosidagi kulki jilvilandi. Kepsizda, dedi u qo'llarini yanglikidan sug'arg'ash. Qizil pilash uni sho'x, tetik ko'rsatib, ayni chog'lardagi Ellen Mingotning qiyofatini qaytadan namoyon qilgan edi. Archer kulgunicha uning qo'llarini tutib javob berdi. O'zingizni nimadan qochirayotganligingizni bir ko'ray deb keldim-ku. Uning chiroyi sal tutilib qoldi. Biroq yanala javob berishdan o'zini qochirmadi. Qandaq? Biroq qiyinchilikqa uchrab qolmagansiz? U mo'ralarini qisib qo'ydi. Nastasiyaninkiga o'xshaydigan bir harakat buningga agishib keldi. Arqadilla sal ko'ngil ozodligi chiqib turgan talaffuzda oldimizga mang'ish paranglashayli bo'lamdi. Murasim oyoqlashgandan keyin bakla muzlab ketgandek his qilyapman. Hozir sizdek ishonchlik odamim tursa, yana nimadan qo'rqatdim? Taqazolikdan qollari mengisiga etilib kelayotgandek bo'layotgan Archer uning uchisidagi plashning bir qatlig'idan tortib, "Ellen, zada nima ish ekanligini cho'qim aytib bering", dedi. U to'g'lig'inicha plashini apchilgini ko'tarib, qarliq dalada yugurishga boshladi. Eliqi it atrofida sakrab taqlab, xirs qilgandek ovoz chiqaratdi. Archer xeyli uzoqcha o'rnidan qo'zg'almay qarab turib ketdi. Qarliq dalada jo'lalanayotgan qizil yulduz uning zo'qini qo'zg'avatdi. Arqadan Archer tez sur'atda qo'g'lab, paytun to'xtatish maydoniga tutishadigan reshatkaning ishiga yanida uningga yetishib oldi. Ikkaylan hasirash ichida kulishdi. Keladiganligingizni biletdim, dedi u Archerga yaqinlik kulimsirab. Bu kelishimga taqozo ekanligingizni tushundiradi. Bu javobga o'yin kulki paydo qilgan hayajonning aralashib ketganligi aniq edi. Kumush rangli daraxtlar bo'shliqda sirliq nur hosil qildi. Ular qarni dassab mang'ash, oyoqlari ostidagi zaminning xushal naqshiga tushganligini anglagandek bo'ldi. Qayerdan kelishingiz? so'radi Uraniska xonim. Archer ishning jarayonini so'zlab bo'lgandan keyin qo'shib qo'ydi. Asosligi, menga yozgan xatingiz sabab bo'ldi. Aslida menga ko'yinishingizni maytalab qildi-kanda, dedi u birdam jimib ketgandan keyin ovozdan kayfi ushqanligi chiqib turadi. Menga xalqning haydakchilik qilishi hojatsiz. Gapingizcha g'ayrib miskinligim aniq bilinib turdi-kanda, meni cho'qim bak bechora deb o'ylab qapsizlar. Xuddi bu yerdagi ayollarda bunday ehtiyoj yo'qdek. Qandaq ehtiyoj? Ovozini pasaytib so'radi Archer. Hay, mendan so'ramang. Sizlar bilan men o'rtaq tilga ega emas. Ta'tirlik qilib takallashdi u. Bu javobdan Archer kallasiga kaltak yegandek bo'ldi. Beshini sal tuvanroq qilib, uningga qarag'inicha xeyli uzoqcha gap qilmay turgandan keyin, "Siz bilan mening oramda o'rtaq til bo'lmasa, bu yerga nima ishga kelgandiman?" dedi. "Hay, do'stim." U qo'lini Archerning mo'risiga qo'ydi. Archer bo'lsa samimiylik bilan o'tindi. "Ellen, nima ish bo'lganligini menga nima ishqa demaysiz?" Ajiba rostila biror ish yuz berami? Yana mo'risini qisib qo'ydi u. Archer undimadi. Ikkaylan bir necha mil yo'lni un-tinsiz tugatdi. Uraniska xonim oxir eg'iz ochdi. Sizga deb beraman. Biroq nada deb beraman? Cho'ng parnikka o'xshaydigan uyda 1 minutmi yolg'iz qag'ili bo'lmasa, xizmatkorlar choy, gazet akirib bagli, ha deganda kirib turdigan tursa, Amerikadagi oilada shaxsning yolg'izligiga o'rin qoldirilmaganmidi? Xalqning ko'rib qolishidan qo'rqib tursizlar-yu, hamma ishinglar ochiq-oshkor. O'zimni xuddi boshqa joyga kirib qolgandek yoki salobatlik, ammo hargiz chavoq chamaydigan bir to'p tomoshabinlarga yuzlangandek bir sahnaga chiqib qolgandek sezyapman. "Ha, bizni yoqtirmaydi ekansizda", dedi Archer o'llik ovozda. Qo'riqning koni egisi soldirgan heliqi imoratning oldidan o'tganda, pakar tamlari va markaziy turxun atrofiga zich joylashgan kichik chosit derizlari ularning diqqatini tortdi.
Pencerelerning hammasi ochiq edi. Yengili sirlangan bir ko'znakdan Archer tam mashda o't kuyayotganligini bayqadi. "Pah, bu uy ochiqkan-ku." Yo'q, texi bugun etishdi. Ko'rib baqay dedim. Van der Luton apandi o't qalitib, derizlarni oshqozib qo'yibdi. Qaytashimizni dam ilib o'tishimiz uchun shunday qilgan bo'lsa kerak. Mushu gaplardan keyin palampayga yugurib chiqib, eshikni itirib baqdi. Ishni tex taqimabdi, bak talimiz bakin. Kiringa azoda paranglashib olgan bo'ldik. Van der Luton xonim hammasini yo'qlig'ili Renebeka Payton bilan ketdi. Bu uyda biror soat tursaqmi, birorning yodiga kelmaymiz. Archer uningga agishib tor dahlizga kirdi. Bayatdan anglagan gaplari kayfiyatida tuvallash paydo qilgan bo'lsa, mana hozir ajoyib jo'shqinlik ustunlikni egilamoqda edi. O'yma taxtalar va mis buyumlar tam mashdagi o't yo'riqida ajoyib yaltirab turgan bu illiq uy xuddi birasi ularni qarshi elish uchun tayyor qilib qo'ygandekla ko'z oldidan namoyon bo'lib turadi. Oshxonadagi tam mashning o'ti texi yelinjab kuyayotdi. Ustidagi osma halqaga bir temir cho'gin esiqliq turadi. Pelik o't yiltizdan yasalgan ikki o'rindiq tam mashning chaqchuq yotqizilgan ikki yeniga udul qo'yilgan edi. Tamg'i yo'laklik jozga Delfortda ishlangan sapal va farfur taxsilar qator tizilgan edi. Archer engishib cho'qqib bir tal o'tin tashladi. Oraniska xonim pilashini qo'yib bir o'rindiqqa o'ltirdi. Archer tam mashga yo'langanicha uningga tikildi. "Mana hozir kulyapsiz. Menga xat yozgan chig'ingizda ko'nglingiz toza yerim bo'lgan bo'g'aydi." Ha. Oraniska xonim birdan turayotgandan keyin davomlashtirdi. Biroq hozir siz bu yerda bo'lgandan keyin ko'nglim yerim bo'lmaydi albatta. Bu yerda uzoq turolmayman. U orqadanla lavlarini ching yemirib, muvofiq chakdan oshirib o'tmaslikka tirishdi. Ha, bilaman. Men bo'lsam burnining uchini ko'rdigan odam. Birdamlik xo'shallikni qo'g'lashiman. Archer bu gaplarning ozdirish kuchini bara his qilgandek bo'layotqachqa, bu xil tuyg'uni to'sish uchun tam mashning yenidan yo'tkilib, oppoq qor bilan bezalgan daraxt shoxlariga tikildi. Ammo Oraniska xonimmi o'rnini yo'tkagandek bilindi. Archer o'zi bilan ashu daraxtlar orasida uning beshini tuvan sog'inichi o'ltirganligini ko'rayotgandek bo'ldi. Xiyolidagi u tam mashga qarab, erinchak holatda kulimsirayotdi. Agar Oraniska xonimning o'zini qochirayotgani dal Archer bo'lsa, u qasdan mushu maxfiy uyda uchrashish paydo qilib, mushundaq joyda bu ishni etmoqchi bo'layotgan bo'lsa, undaqda qanday qilish kerak? Ellen, sizga yordamim tegadigan ish bo'lsa, kelishimni umid qilgan bo'lsangiz, undaqda nimadan qechayotganligingizni menga aytingchi. Qat'iylik bilan so'radi u. Archer gap qilganda qiyofatini o'zgartmadi. Hatto uningga burilib qarabmi qo'ymadi. Agar ashu ish yuz berishga yuzlangan bo'lsa, yuz beraversin. Butkul uy ularning orasida so'zlib yotadi. Archerning ko'zlari yanala sirtga qardi edi. Xeyli uzoqcha uningdan sado chiqmadi. Bu orliqda Archer mundaq bir tasavvurni xiyoldan o'tkazdi. U orqa tarafdan asta keladi. Qo'lichini keng kerib, bo'ynimga kira soladi. Buni tasavvur degandan ko'ra, Archer uning oyoq tevishlarini anglayotdi degan tuzukroq edi. Archer saqlashda. Yetib kelish oldida turgan mo'jizdan hayojini butun vujudida quturayotgan paytda ko'zlari qalin palto kiyib bir simoga tushdi. Xurum yoqasini ko'tarib olgan bu kishi chig'ir yo'lni bo'ylab dal mushu uyga kelyotdi. Aslida Julius Beaufortgan-ku. "Voy!" Archer tovlig'inicha ushtum tut kulibdi. Oraniska xonim burulli o'rnidan irg'ib turib, uning yeniga kelib ulgurgan edi. Arqadanla qo'li Archerning qo'liga uzildi. Biroq Oraniska xonimning derizdan sirqib bir nazar tashlashi chiroyining tatirib ketishiga va darhol kayniga dojishiga sabab bo'ldi. "Aslida mundaq ishkanda", dedi Archer masxir bilan.
uning bu yerda ekanligini bilmaydim. dedi Oraniska xonim kulimsirashga tirishib. Qo'llari texichi uning qo'lini tutgan holatda edi. Biroq Archer qo'lini sug'urib olib, sirtki dahlizga chiqdi-da, eshikni ochdi. Teshdikmi, Beaufort? Ha, qani kiring. Oraniska xonim sizni saqlayotdi. Әтісі Нью-Йоркқа қайтыс сәпірді Арчер Скотт Колифтікі әң ақырқы минутланы чарчаш ішчеді әсләшке башлады. Oraniska xonim bilan uning bili turganligini ko'rib, Beaufortning kaypi ushgan bo'lsa-mu, lekin bu ahvolni odatidagi o'ktamligi bilan bir taraf qildi. O'ziga to'salg'i bo'ladiganlarni u azadilla parvoyiga ep qo'ymaydi. Uning ashu qiyofati qarshi tarafda bir xil shakilsizlik, mavjudsizlik tuyg'usi paydo qiladi. Uchaylan aylang'ash paytun to'xtatish maydonidan o'tadigan chog'da Archer dal mushundaq shaklni yo'qotishdek g'alati tuyg'uga kelib qoldi. Bu shuhratparastligiga nisbatan zarba bo'lish bilan bir vaqtda uningga ko'rinmas narsani ko'zlashdek qulaylik fursat yaratib berdi. Beaufort yiliqi kichik uyga odati bo'yicha bemalol, ishonchga boy qadamlar bilan kirib kelgan bo'lsa-mu, lekin chiroyidagi kulka qo'shimisidagi turilishni yo'shirib ketamadi. Buningdan Oraniska xonimda Beaufortning kelishiga oid uchur yo'qligiga jazm qilg'ili bo'ladi. Qandaqla bo'lsin, Nyu-Yorkdan ketadigan chaqda nega bordiganligini Beaufortga demaganligi aniq. Bu xil tansiz ketib qolish uni teriktirib qo'ygandek turadi. Uning bu yerga o'nishidagi oshkora bahonasi oldingi kuni kechda ko'ngildagidek kichik uydan biri uchrab qolganligi edi. Deyilishicha, bu uy Oraniska xonimga bek muvofiq kelamish. Setibamisa xalqning qo'liga tushib ketamish. U yana tans kechiligining ishi uchun Oraniska xonimga "O'rinni amdala tepib tursam, bu yerga so'rab keldingiz" deb o'lik kayishnimi unutib qolmadi. Sim orqali paranglashadigan heliqi narsa mukammalroq bo'lgan bo'lsa, bu gapni sizga shaharda uqtirib qo'ygan bo'lardim. Bu chaqda klubdagi tammashning oldida putimni o'tqa qoqlab rohat suratdim. Qarg'a dasab sizni qo'g'lashishimning hojati qolmaydi. dedi Beaufort mushu ish uchun xafa bo'layotgandek qiyofatga kirib olib. Gapning bundoq boshlanishiga qarata Oraniska xonim temini yo'tkib etish usulini tanladi-da, kelgusida o'xshash bo'lmagan ishki ko'chada, hatto ishki shaharda turib, xuddi sirliq tushga o'xshash bemalol paranglashalaydigan kunlarmi kela deganni o'ttirg'a tashildi. Bu gapdan uchaylan Allan Poe bilan Vernini hamda heliqi aqlli kishilarning vaqt o'tkazish maqsadida yangi kashfiyotlar to'g'riliq paranglashgandiki, ko'ni gaplarni esiga elishdi. Buningga bek baldur ishinib qolsa, ahmaq ko'rinib qoladi deydigan qarashning hammaylanda e'tirofga erishganligini deb o'ldirish hojatsiz albatta. Mayli qandoqla bo'lsin, telefon to'g'risidagi parang ularning qo'rog'i xapliqdan xoli holda kirishiga imkon berdi. Van der Luton xonim texi qaytib kelmagan edi. Archer xo'shlashib chanasini og'ilmangdi. Beaufort bo'lsa Oraniska xonim bilan billa uyga kirib ketdi. Van der Luton xonim tuyuqsizlik kelgan mehmonni ancha yoqtirib ketmaydi. Shundaqdimi Beaufort o'zining kechlik tamoqqa tutib qelinishidan hamda soat 9 ning poyziga uzitib qo'yilishidan umid kutyotdi. Deymizmi, buningdan boshqa amal yo'q edi. Chunki Van der Luton xotinning nazarida yuk taqsiz safar qilayotgan bir kishining qo'nib qolmoqchi bo'lishi aqlga sig'maydigan ish edi. O'zlari bilan do'stligi to'limi cheklik bo'lgan Beaufortdek mundoq odamga ular bu xil taklifni hargizmi qo'ymaydi. Buni Beaufort obdan biladi. Shundaqla mushundaq ahvolga do'sh keladiganligini burunli tasavvur qilib bo'lgan edi. Mushundaq bir kichikkina ish uchun uzun yo'llarni besib kelishidan uning Oraniska xonimni qo'llashayotganligini jazmlashtirishga bo'ladi. Ammo go'zal ayollarni qo'llashishdagi maqsadi birli edi. Farzandsiz, buruqtirma, zerikishlik oila turmushidan u burunli bezor bo'lgan. O'ziga uzoq muddatlik tasalli tepishdan boshqa ditig'i yoqadiganlik xufiyani uchirishlarga ishtiyoqi ustun edi. Oraniska xonimning qichish davatqini
amaliyotda bir niqobli bo'lmasa, Nyu-Yorkdan ketish bir xil nayrangli bo'lmasa, uning o'zidan qochirayotgani dal mushu kishi deb tushunishga bo'ladi. Uning qechishiga bu kishining kirishvelishi sabab bo'lganmi yoki bu xil kirishvelishga tamoman taqobil turish ishonchining yo'qligi sabab bo'lganmi? Masalaning tuguni dal mushu edi. Archer uning nayrang ishiltishiga ishonmaydi. O'zi bilan Oraniska xonimning uchrashishi amaliyotda ko'p bo'lmasa-mu, chiroy ifodasidan, ovozidan uning ko'nglidagini faraz qilib oladiganligiga ko'zi yetadi. Chunki uning ovozi va chiroyida Beaufortning tuyuqsiz paydo bo'lishiga bo'lgan bezorlik, hayronlik to'lim ro'shan gavdalangan edi. Gapning o'ziga kelsak, navoda yana bir xil ehtimollik haqiqatan mavjud bo'lsa, undaqda Oraniska xonim maxsus uning bilan ko'rishgili bu yerga kelgan bo'ladi. Bu texmi chatoq bo'lgan emasmi? Agar bu xil faraz puttirab tura oladigan bo'lsa, Oraniska xonim kishining zo'qini qo'zg'aydigan nishon bo'lishdak sufatini yo'qotadi. O'z baxtini Beaufortdek bir kazzobga topshirgan bo'ladi. Beaufort bilan ishi bolig'i eg'izga chiqib qolgan har qandoq bir ayol o'zini qutuldirib olgusiz darajada turga ayrib olgan bo'ladi. Yo'q. Oraniska xonimning balkim Beaufortning haqiqiy abdi bashirsini tunib ketishga kuchi yetadigandir. Balkim uni ko'zigimi ilmaydigandir. Lekin Beaufort ikki cho'ng quruqlikda va ikki xil jamiyatda yashash tajribasiga ega. San'atkorlar, artistlar va bir qism mashhur shaxslar bilan qo'yiq munosabatda. Uning ustiga tor, betaraflama qarashlarga parvosiz, so'q muomala tutadi. Agar Oraniska xonim atrofidagi boshqa erlarda yo'q bo'lgan mushu afzalliklarga qiziqib qolgan bo'lsa-chi, undaqda ishning texmi yomon bo'lgani emasmi? Beaufort qo'pol, tarbiyasiz, puliga tayinib yo'g'onchilik qiladi. Biroq turmush sharoiti, tabiatidagi sezgurlik uni axloq va ijtimoiy o'rni jihatda o'zidan ustun turadigan nurg'un kishilardan yiqishli xarakterga ega qilgan. Bu yerdagilarning nazar doirasi batli va markaziy bog'cha bilan cheklanib qolgan. Bir keng jahondan kelgan odam bu xil farqni his qilmasligi va qiziqtirishiga uchirmasligi mumkinmi? Siz bilan o'tiramda o'rtaq til yo'q. degan gapni Oraniska xonim ochchig'ida eg'izidan chiqargan edi. Biroq Archer bu gapning ma'lum jihatlarda asossiz emasligiga iqror. Beaufortga kelsak, Oraniska xonimning tiliga to'limi pishiq 5 qo'ldak desimi bo'ladi. Beaufortning yashash falsafasi, havas qiziqishi, ko'z qarashi graf Oraniskaning heliqi xetida oshkorlanib turgan ashu narsalar bilan tamoman o'xshash. Şoğunisi sel tompaylığı arqılıq farqlanıp durdu. Hazır yüzlanıvatqını graf Oraniska'nın xotini boğaşqa bu onunğa faydasız bo'lishi mumkin. Biroq Archer to'limi aqlliq edi. Elin Oraniska'dagi yosh ayollar o'z o'tmishini asıltadigan hamma ishdan xudiksirab ketishini tayin. U o'z o'tmishimdan butunlay yuz o'rdim deb qarashi mumkin. Biroq burun uni qiziqtirgan narsalar hozirmi uningga qarta qiziqtirish kuchiga ega bo'lishi ehtimoli bor deb qaraydi. Mana shunday qilib yigit Beaufortning o'rnida va Beaufortning sababidan o'sak so'zga qog'uchining o'rnida ishning bosh oxirini azobga to'lgan holda ratlab chiqdi. Archerning Oraniska xonimga nasihat qilish istiga kuchlik edi. Oraniskaning barliq muhtojligi dal boshqalarning nasihatidan iborat degan xiyol ha degandala kallasiga kirib oladi. Bu kuni kechda u Londondan kelgan posolkini ochdi. Hammasi u intizor bo'layotgan kitoblar edi. Herbert Spencerning bir parcha yangi asri, mo'l hosilliq yozuvchi Alvonis Dotning tanlangan hikoyalar to'plami, uningdan boshqa obzorchilik sohasida nihoyat qiziqarli kitob deyilgan Metli Marsh nomli roman qatorliqlar uning diqqatini bakrak tortdi. Bu xil ma'naviy bahralanish uchun u 3 qitimliq ziyofatning takliflarini rad qildi. Kitobxumarlarga xos estetik intilish ichida kitoblarni varaqlayotgan bo'lsa-mu, o'zining nima o'qiyotganligini bilmaydi. Qo'lidagi kitoblar orqa-orqadan yerga ko'chib o'tadi.
kitoblarning orasidagi nepizrak bir parcha she'rlar to'plamini ko'rib, uning ko'z oldi vallada yo'rib ketgandek bo'ldi. Ayni chog'da kitobning Hayotliq oilasi degan nomiga qiziqib zakaz qildirgan edi. Qo'liga ilib o'qib edi, ilgari kitob o'qigandagi har qanday chog'dagiga o'xshamaydigan bir xil kayfiyatga o'zimiz sezmagan holda cho'mildi. Asar shunchalik o'tkir, shunchalik mazmunliq, yana shundaqla tasvirligisiz nozuklikqa ega edi. Kishilarga ato qiladigan his tuyg'udan bir xil sap, avrishim go'zallik balqib turadi. Bütün bir kechagacha u ashu kuchga to'yingan qurlar orasidan bir ayolning simasini izladi. U sima dal Ellen Oraniskaning edi. U atsi atigan uyg'unib, uduldagi qo'ng'ir binoga qarag'inida oldi bilan yodiga kelgani Lightbray advokatlik o'rnidagi Ostli bo'ldi. Stokholm o'rmonida o'tkazgan yilqi bir necha soat vaqt xuddi kechadagi ko'langidek xiralashib qolgan edi. Chiroying nimandiq tatirib ketdi, Nevland, dedi Jenny nashta vaqtida. Chiroyliq Nevland, yaqindan buyon yo'tilingning avib qilishi diqqatimni qo'zg'ab qo'yibotidi. Ziyoda charchashdan emasdi, ha? Apsi qo'shib qo'ydi. Chunki bu ikkilan ashu peshqadam sheriklarining hukmronligi ostida yigitning barliq zehniy kuchi kasbiy jihatdagi ushshaq-tushak ishlar uchun xo'rab ketyotidi deb qaraydi. Ammo haqiqiy ahvolni ularga tushuntirishning zaruriyati bor yo'qligini u azaldan o'ylab baxmagan edi. Uningdan keyingi 3 kun nihoyatda asta o'tdi. Qeliplashib ketgan qoida usullar uningga to'limi mazasiz bilindi. Ba'zida hatto istiqboli tarafidan tirik ko'mib etilgandek tuyg'uda bo'lib qelyotdi. Graf Oraniska xonim yoki yeliqi ko'ngildagidek kichik uy to'g'risida boshqa xabarlar bo'linmadi. U klubda Beaufort bilan uchrashib qoldi. Lekin ular bir necha qarti ustilning nerisidan boshlanish tipli qo'yishdi. 4-chi kuni kechda uyga qaytib kelgandan keyin ondan bir parcha xatning saqlab turganligini bildi. Ati kechqurun keling. Sizga cho'qim tushuntirib qo'yman, Ellen. Xatga mushulala yozilgan edi. Yigit g'izalang'ili sirqqa chiqmoqchi bo'lib, xatni yanchiqqa soldi. Xatda fransuz tili grammatikasining xususiyatlari xeyli kuchli edi. Buningdan u sal kulimsirab qo'ydi. Tamoqdan keyin bir maydon opera ko'rib, yarim kechada uyga qaytib kelgandan keyin ondan Oraniska xonimning xatini oldida takror o'qidi. Javob xat yozishda qo'llanishga bo'ladigan usuldan nechisi bor edi. Hayajon quturgan bu uyqusiz kechada u har bir xil usul ustida ravurus o'ylandi. Tang etib ketgan chaqda eng oxirgi qarori bir necha qur kiyimni safar so'mkasiga selib, tushdan keyin Saint Augustinga mangadigan paraxodga chiqishdan iborat bo'ldi. Xalqning dab berishi bilan Archer Saint Augustindagi qumliq yo'lni bo'ylab Welland apandining turalg'usiga bordi. Welland apandi bir tüp magnoliya darxining tubida chochlariga quyosh nuri sexiylik bilan tushayotgan holatda turadi. Nemishqa shuncha uzun vaqtni o'tkazib etib, andin kelgandaman. Bu Archerning ajabnish ichidagi xiyoli edi. Mana bu yer mavhumlikqa yot, haqiqiy reallik degan mushu yerda. Uningga ta'alluq bo'lgan turmushmi dal mushu yerda. Nurg'un ishlarga nafratlanaman deb qaraydigan bu odam boshqalarning o'zini o'rin deb qilishdan ansirab, ish ustildan ayrilishga jur'at qilolmay kelgan edi. Bira ish bo'ldimi, Nevland? Mayning og'zidan tunji chiqini mushu so'z bo'ldi. Archer, agar u ko'zlarimga birla qarab, kelishimdagi sababni bilib oladigan bo'lsa, ayollik tabiati texmi o'z ifodasini topgan bo'ladi, deb o'yladi. Shundaq, siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydigan yeriga kelib qoldi, degan javobni anglag'inida Mayning chiroyidagi hayronlikning jiddiy alomatlari baxt tuyg'usidan paydo bo'lgan qizillikqa almashdi. Archer uydagilarning kang qursaqlik bilan apu qilishiga nihoyat osonli erishalaydiganligini his qilmoqda edi. Lightbray apandi sal norozi bo'lib qolgan holatdami, ularning kulimsirishi bilan osonli erib qoladigandek turadi.
hozir vaqt texib baldır boğaşqa cho'ng ko'cha faqat qoida yo'sin xarakterlik faoliyatga imkoniyat beradi. Archer May bilan yolg'iz qilishga, qalbidagi shirin hissiyotlarni izhor qilishga taqozo bo'lib o'tadi. Welland oilasida vaqtcha nashta qilish odatga aylanib qolgan. Shunga tamoq tatilishga yana 1 soatlik vaqt bor edi. U Archerni uyga boshlamay, shaharning chetidagi bir gulzorliqqa berib sayli qilishni o'tirg'a qo'ydi. May texi boyla daryoda kema haydigan edi. Kichik to'lqinlarga oltin rang to'r tatgan quyosh unimi to'rning ichiga elib olgandek qiladi. Shamolda chuvilgan chochlari sal qoridigan haroratlik mangizlarga tushib, kumush simdek paqiraydi. Behlan nurlanib, oq qarsi ro'shan selishtirma hosil qilgan suzuk ko'zlaridan yoshlikning hidi kelib turadi. Archerning yonida cho'ng qadamlar bilan mengayotgan bemalol, xotirjam siyoqi yosh tanarkachining marmar haykalini aslatadi. Archerning jiddiyleşib ketgan nervlari uchun aytganda, bu obraz xuddi ko'k osmon va osta iqindek tasalli kuchiga ega edi. Ular juzi darxi ostidagi o'rindiqqa o'tirishdi. Archer uni quchoqlab so'ydi. Bu xil tam tomuzda so'g'uq buloq suyi ichgandek shirin belindi. Biroq quchoqlagandagi kuchi o'z xiyoldikidan ortib ketgan edi. Yuzlari qizirib ketgan May xuddi cho'chib ketgandek darhol o'zini qochirdi. "Nim bo'ldingiz?" so'radi Archer kulib turib. U Archerga hayronlik bilan qarag'inicha javob berdi. Hech nima. Ikkilanning orasida sal biyab kayfiyat shakllanib qoldi. May qo'llarini tatib oldi. Beaufort oilasining parnikidagi ashu qitimliq qisqa quchoqlashishdan boshqa lavlarga yigitning so'yishi mushi edi. Mayning sal ansizlikka tushib qelayotganligi hamda o'g'illarcha tamkinligini yo'qotib qo'yayotganligi Archerning ko'zidan qechib qutulolmadi. "Kun bo'yi nima ishlarni qilganligingizdan meni xabardor qiling-chi." Archer qo'llarini kirishtirib, beshining orqa tarafiga o'tkazdi va shilapsini oldiroq surib, kun nurining chiqishidan daldulandi. Uni o'zi pishiq biladigan oddiy ishlar to'g'risida gapga selib qo'yish Archerning fikr yurgizishiga fursat chiqarishidagi eng abjil usul edi. Mana, ahmi hisobotdek dokladdan ma'lum bo'lishicha, u suv o'zish, kema haydash, ot minishdak ishlar bilan vaqt o'tkazgan. Aralab harbiy pilot kelganda, yeliqi ko'nichi mehmonxonada bo'ladigan tansiga berishni buningdagi ozroq o'zgarish deb qarashga bo'ladi. Filadelfiya va Baltimordan kelgan bir qancha zo'xman mehmonxonada dala ziyofati o'tkazgan. Giti Meri Kanachi yallig'iga giribtor bo'lib qolgachqa, Selifredki Meri oilasidagilar bu yerga 3 haftalik kelgan. Ular qumliqqa cho'yli top maydoni yasamoqchi bo'lgan. Biroq Giti bilan Maydan boshqa hech kimda cho'yli yo'q. Hatto ko'pinchilari bundaq tanarkat turini anglabmi baxmagan edi. Bu ishlar uni bek aldirash qilib o'tkashga Archer oldingi hafta avatib bergan Portugaliya sonetlaridan degan xurum tashliq kitobni ancha-muncha varaqlab qo'yish qilib cho'lis tekkan edi. Biroq xush xabarni ular Gentindan Aykisga nima bilan yetkazdi deganlarni yodlab o'tadi. Chunki bular Archer uningga tunji qitim o'qib bergan narsalar edi. Robert Browning ismli shoir to'g'risida Giti Merining hech nima bilmaydiganligini Archerga deb beraliganligidan May to'liq xushal edi. Uzoq o'tmay May o'rnidan tekkida turib, nashtaga kechikib qolganligi to'g'risida kayishga boshladi. Ikkalan heliqi koni uyga aldirash qaytib keldi. Dahliz haqlanmagan. Yasmangul rangidagi va hol rangdagi qo'g'in gulning shox shumbularidan yasalgan qashamu takshilanmagan. Welland oilasi mush yerda qishlaydi. Welland apandi uy ishlariga behlik gijanlik qiladigan bo'g'ashqa, bu Bisiramjon janubchi mehmonxonadagi ko'ngilga yoqmaydigan har xil ishlardan tashvishlanadi. Welland xonimning do'sh kelayotgani yengish imkoniyati ancha cho'ng bo'lmagan qiyinchilik bo'g'ashqa, eng zo'r badal to'lamay bo'lmaydi. Har yili degudek xizmatkor tepish halakchiligida bo'ladi. Ularning bir qismi ko'ngli norozilik bilan to'lgan Nyu-Yorkliklardan tarkib topadi.
qolganlari shu joydagi afrikaliklar bilan ta'minlash punktidan keltiriladi. Doktorlar erining o'z uyidagidek tuyg'uda turishini talab qilgan. Bo'lmasa u bek bearam bo'lib ketadi. Bu yerning havosining mo foydasi bo'lmaydi. degan gapni u hesdashlikqa boy Filadelfiyaliklarga va Baltimorliklarga har yili qishda azvaylab tushundiradi. Weyland apandi shiragi mo'jizdek tizilgan mo'l nozu ne'matlardan xursand bo'lib kulayotganda, Archerning "Qarang, qadrligim, dala tamog'i yeydigan bo'ldik. Haqiqiy dala tamoqidan-a? Xotinim mayga jafoga qandoq chidashni o'rgatadigan bo'ldim" devatqanligini anglab qoldi. Yigitning tuyuqsizlik kelishidan Weyland apandi bilan xonimi qiziga o'xshashla tasodibiylik his qilgan edi. Biroq yigit "Eg'ir sukamdab qoldim" degan bahonani oldin ola o'ylab qo'ygan edi. Weyland apandining nazarida bundaq sabab orqali har qanday mas'uliyatdan bosh tortsimi ortiqlik qilmaydi. Qanchalik ehtiyot qilsangizmi oshirib o'tganlik bo'lmaydi. U taxsisiga qo'tirmas soldi hamda ularni shirniga chilg'ash so'zni davomlashtirdi. Agar sizning mushu yeyishingizda o'zimni ayashni, tejashlik bo'lishni bilgan bo'lsam, may hozir bundaq cho'ldirab qolgan joyda mendek bir kasalmanga hamroh bo'laman deb yurmay, balki ishtat parlamentidagi tansida yurgan bo'lar edi. Hay, bu yerning turmushini bek yaxshi ko'raman dada. Buni sizmi bilasiz-ku. Agar Nevland qiyib qolalsa, bu yerga bo'lgan amroqligim, New Yorkqa bo'lgan mehrimdimi, ning hasi eshib tushidi. Nevland bu yerda cho'qim qilish kerak. Zukumi uzr kesilsa qayg'uchi turmusi bo'lmaydi, dedi Weyland xonim ish og'irtib. Yigit kulib qo'ydi hamda "Kasbni o'ylamay bo'lmaydi deb qarayman" deganni qo'shib qo'yishni unutmadi. Ish o'rni bilan bir qancha qitim telegrammalashgandan keyin u zukumini yana bir hafta uzartishga amal qilgan bo'ldi. Lightbray apandining bundaq kang qursaqlik qilib ketishiga bu aqlliq yosh sherikining Oraniska havola qilgan eliq mushkul ajrashish delosini qanoatlanarlik hal qilganligi sabab bo'lgan edi. Archer ixtiyorsizla buningdan bir xil masxira purqini sezgandek bo'ldi. Lightbray apandi Archerning butkul jamat uchun mo'lcharligisiz to'kib qo'shganligini, cho'ng Manson Mengot xonimning bek xush bo'lganligini Weyland apandiga burilli yetkazib bo'lgan edi. Bir kuni May bilan dadisi bu yerdagi birdan-bir paytonga o'ltirib sirtqa chiqib ketgan fursatda Weyland xonim qizining oldida izchil eg'iz ochmay kelgan temini tilga oldi. Qarashimcha, Ellenning xiyoli bizniki bilan zotli o'xshamaydi ekan. Medora Manson Yevropaga ep ketganda, u tek 18 yoshga kirmagan edi. Uning ijtimoiy aloqa so'rovlariga kiyim bilan yangi yo'lga kirib kelgandagi hayajonli qalti esingizdimi? Bu yanada shu Medoraning xaliti xiyoli. Bu qitim haqiqatan oldin aytilgandek ish bo'ldi. U degan 12 yil burungi ish. Shuningdan tartib Ellen Amerikaga oyoq besib baxmagan. Shunga Yevropachilishib ketishi ajablanarlik emas. Bu Scott Collifdan ayrılgandan buyan mazkur ismni Archerning tunji qitim eg'iziga elishi bo'g'ashqa yuzlarining qizirib ketayotganligi o'ziga ma'lum edi. Weyland xonimning chiroyiga esdashlik kulkusi yugurdi. Bu xuddi chet elliklarning biz to'g'riliq har xil to'qilmalarni paydo qilgandagli bir ish. Ular bizni soat 2 da kechlik tomoq yeydi, kesk-kemas ajrashidi deb qaraydi. Shu ular New Yorkga kelsa mehmon qilib ketishlarini haqiqatan ahmoqlik desak bo'ladi. Ular ko'rsatgan yaxshilikdan qang'uchi yayrishidi deydi. Qaytib ketib yana shu beg'arazlachi gap so'zlardan tilni tatmaydi. Archer buningga baho berib o'ltirmadi. Weyland xonimning so'zi yana davomlashdi. Biroq Ellenni ashu maqsadidan voz kechishga qoyil qilibsiz. Buningdan biz haqiqatan bak suyundik. Uning momisi va tog'isi Lofilmi uningga qilcha amal qilamagan edi. Har ish kelgan xitida uning maqsadidan yenishi Archerning ta'siridan bo'lgan deb yozibdi. Amaliyotda u momisiga shunday deb tikan. U sizni bak cho'ng beradi. Bichora Ellen azaldan bir o'zbeshimchi bola edi. Turmushi qanday bo'lib ketar ekan? Archer ko'nglidan bu balkim biz qasdan paydo qilgan oqibat bo'lishi mumkin. Agar uning bir durust odamga xotin bo'lishini istamay, balki Beaufortning oshnasi bo'lishga qistamoqchi bo'lsanglar, hozir toza yaxshi qilayotgan bo'lasizlar, deganlarni o'tkazdi.
agar u ko'nglida g'udirash bilanli kupoylanmay bu gaplarni rostilla ig'izdan chiqargan bo'lsa, Velland xonim zodin nimalarni darkin? Uning bemalol ko'rinadigan ashu chiroyida alohsodilikning darhol paydo bo'ladiganligi hamda rangining o'ngib ketadiganligi Archerning tasavvuridagi ish edi. Uşaq düşək ishlar bilan bir umr hapilishish uning chiroyida sipoyigarchilik bilan hayva qiladigan holatni shakllantirib qo'ygan edi. Shundaqla bu chiroydan yana qizininkidek nozinlikning qoldiqlarini topqili bo'ladi. Maymu bara-bara mushundaq bir galvon chiroy ayolga aylanib qolarmi? deb o'yladi Archer. Yo'q. Mayning undaq galvonlashib ketishiga u qarab turolmaydi. Chunki bu xil evan qalbdagi tuyg'ularni tunjuqtirib yetadi. Ishinamanki, so'zni davomlashtirdi Velland xonim. Agar shu ish gazetda e'lon qilinib ketadigan bo'lsa, erimga qattiq zarba bo'ladi. Ishning tafsilotidan xabarim yo'q. Faqat uningdan uni qilmaslikni talab qilaman. Elin men bilan paranglashmoqchi bo'lganda buni uningga aytganman. Bir bemor men qarashliq, shunga kayfiyatini xo'shal tutmasam bo'lmaydi. Biroq Velland apandining ko'ngli parakanda bo'lib ketgan edi. Biror natijasini bilishga taqozo bo'lib turgan chaqlarimizda har kuni qiziydi. Mushundaqmi ishlarning borlig'ini qizimiz bilib qolmasa bo'ladi deb ansiraytdik. Qadrlik Nevland, balkim sizmi mushundaq tuyg'uda bo'lishingiz mumkin. Mayning ko'nglingizdagi o'rnini hammamiz obdan bilamiz. May her zaman ko'nglimda. Yigit javob bergach o'rnidan turib, parangni uzmoqchi bo'ldi. Archerning asli g'arizi Velland xonim bilan ayrim paranglashish fursatidan foydalanib, o'zlarining to'yini oldiga surish to'g'risida gap qilish edi. Biroq qoyil qo'g'dak sabab topolmadi. Velland apandi bilan May o'ltirgan paytunning darvoza oldiga kelishi Archerning deyishiga imkoniyat tug'dirdi. Maydan yana bir qitim o'tinib beqish Archer uchun birdan bir umid hisoblanadi. Yo'lga chiqishdan bir kun burun ikkisi Ispaniyadagi cho'ldirab qolgan bog'chida sayl qildi. U yerning manzarasi Yevropa manzaralarini asıltatdi. Mayning kang girbaklik shilapisi suzuk ko'zlariga bir qavat sirliq sho'li tushirib, uni texmi o'moqlashtirib qo'ygan edi. Archer Granada va Arxanbira to'g'riliq so'zlaganda Mayning ko'zlaridan nur chaqnagandek bo'ldi. Asli bularni bu yil yozdali ko'rish imkoniyatiga erishalaydik. Hatto Sevilladagi bayramga qatnashalaydik. Archer o'z iltimosini alohida ta'kidlab, ko'ptiribroq bayon qildi. Maqsadi Mayning yo'l qo'yishiga erishish edi. Sevilladagi bayram kelar haftala 4-dekada bayram ekanda, dedi May birni kulib etib. 4-dekada bayramda to'y qilsak nemishqa bo'lmag'idak? Archer mushundaq degan bo'lsa-mu, biroq Mayning qattiq cho'chib ketishidan yanala o'z xatoligini tunishga majbur bo'ldi. Albatta, rostilla 4-dekada bayramida to'y qilayli demoqchi emasman. Qadrligim, lekin to'yni bayramdan keyin qilib etish orzuyimning kuchli ekanligini bilasiz-ku. Shunda qilalsak, 4-oyning oxirlarida dengiz safariga atlana olaydik. Xizmat o'rnimdagi ishlarni yaxshi o'rinlashtira oladiganligimga ishonaman. Bu xil mumkinchilikka qiz sherin tushga cho'milgandek tatliq kulkisi bilan javob qaytardi. Ammo Archer uning birdamlik sherin xiyolga berilishdan qanoat topadiganligini ko'rib yetmoqda edi. Bu chaqda xuddi Archer she'r deklamasiya qilib berayotgandek holat shakllanib qolgan edi. She'riy tuyg'uga boy bundaq ishlarning real turmushda yuz berish mumkinchiligi yo'q, deb qarash Mayning tabiati edi. So'zlavering, Nevland. Siz tasvirlayotgan shu ko'rinishlar behli zo'qimni qo'zg'avatidi. Ashu ko'rinishlarni tasvirlash bilanla kupoylanamdiq. Nemishqa reallikqa aylantirmaymiz? Albatta qadrligim, biroq kelar yilga borganda u oldirmay javob berdi. Balduroq reallikqa aylantirgingiz yo'qmi? O'yingizni o'zgartirishga qoyil qilinmasmanmi? U beshini to'van selib, shilapisining kirviki orqali Archerning tikilishlaridan o'zini qochirdi. Sherin tush ishida bir yilni isrof qilib etamizmi?
Manga qarang qadrligim. Xotinim bo'lishingizga qanchalik intizor ekanligimni bilmamsiz? U xeyli vaqtgacha jimjit turgandan keyin beshini ko'tarib Archerga qaradi. Ko'zlaridagi umidsizlik ifodasi aniqlab bilinib turadi. Archer uning ballaridagi qo'llarini bo'shatdi. Biroq Mayning chiroyida tuyuqsizlik bir xil tushuniksiz ifoda paydo bo'ldi. O'zimning biladigan bilmaydiganligimni jazmlashtirolmayman, dedi u. Balkim shundaqdir, bilmayman. Archer o'rnidan sakrab turib, ochchig'ida vaqirvatdi. May Villandmo o'rnidan turib ketdi. Ikkalan orasida robro turish holati shakllandi. Mayning ayollarga xos nazokati va g'ururi kuchayib qolgandek turadi. Gap orasidagi bir xil yo'shirun ong sababidan gangrab qolgandek ikkilisi sukutga cho'mdi. Orqadan Mayning past ovozi jimjitlikni bosdi. Boshqa biri bormi? Boshqa biri? Bizning oramizda davotamsiz? Archer gapni aniq tushunmagandek, bu masalani qayta takrorlab olishga vaqt kerakdek, uning so'zini so'zib takrorladi. May uning gapidagi arsaldiliq tusini olgan joylarni tutib olgandek, so'zining urg'usini texmi kuchaytdi. Ochiqroq paraqlashib olaylik, Nevland. Ba'zi chaqlarda bo'libmi to'y ishimizning xabari e'lon qilingandan buyon vujudingizda ba'zi o'zgarishlarning bo'layotganligini sezgandek qilyapman. Nimandaq yo'qolan gaplarni qiladigansiz? Vaqirdi Archer sal esini yiqqandan keyin. Xatolik o'tkazish ehtimolligi har kimda mavjud. Biroq siz deyotganda xatolikni sodir qilgan bo'lsam, to'yimizni oldiga surish to'g'risida sizdan o'tinib yuramanmi? U beshini töven soldi. Kullikining uchida yerdagi sho'lining shakllarini qalaymaqan qilg'ash deydigan gapi ustida o'ylanishga boshladi. Shundaq. U oxir so'zga tutindi. Birli ish orqali hamma g'amdan xalos bo'lishni o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu masalani hal qilishda bumi bir xil chora hisoblanadi. Uning tamkin sagakligi Archerni cho'chitibdi. Biroq uningda May shafqatsizkan deydigan xato tushuncha paydo qilmadi. Archer shilapining kirvakidan uning bo'z rangda ko'rinayotgan chiroyiga qaradi. Qat'iylik chiqib turgan lavla ustidagi burun to'shiklari suz titrashdi edi. Shundaqmi? Archer o'rindiqqa qaytadan o'ltirdi-da, beshini ko'tarib uningga qaradi hamda chaqchaq qilgan qiyofatda qapoqlarini turishga tirishdi. Qiz o'rniga qaytib kelib, so'zni davomlashtirdi. Qizlar ota-onasining tasavvuridagidek nodon bo'ldi deb o'ylab qolmang. Xalqningmi ko'zi, quliqi bor, hissiyoti va ko'z qarashi bor. Men sizga oshiq degan so'zingizni anglashdan xeyli burunla boshqa biriga qiziqib yurganligingizni biletdim. 2 yil burun Newportdagi hammalar mush to'g'riliq so'zcha qilishib yuradi. Bir qaytimliq tansida ishkanlarning balkonda billa o'ltirganligini ko'rgan edim. Uning yeningizdan azoblangan chiroyda qaytib kirganligi ko'nglimni xeyli bearam qilgan edi. Keyin to'yga bitishgan chaqlardimi bu ishlar tex esimdan chiqmagan. U ovozini pasaytib, xuddi o'z-o'ziga so'zlayotgandek joyida qimir qilmay o'ltiraverdi. Qo'llari kullikning sepini birdam ching tutib oladi, birdam bo'sh qo'yib yotadi. Yigitning ko'ngli orom tepib, tasvirlab bergusiz bir xil tasalliga erishdi-da, qo'llarini uning qo'llari ustiga qo'yib, yengilgina besib qo'ydi. Qadrligim, davatqinimiz ashu ishmidi? Haqiqiy ahvolni tushunsangiz yaxshi bo'ladi-ku. U beshini ittik ko'tardi. Undaqda men bilmaydigan yana boshqa ahvollarmi bor o'xshamamdi. Demakchi bo'g'inim, siz davatqan ashu ishlarning haqiqiy ahvoli, dedi yigit yanala uning qo'lini besib turib. Men dal ashu haqiqiy ahvolni bilmoqchi. Nevland, bu ishlardan chuqum xabar tepishim kerak. O'z baxtimni boshqalarning baxtsizligi ustiga quramayman. Boshqalarga daxl tarus qiladigan adolatsizlikka yo'l qo'ya olmayman. Shundaqla sizning mushundaq qarashchi ishkanligingizga ishonaman. Agar undaq bo'lmasa, bizning ashundaq bir asosda qurgan turmushimiz yana nima bo'lmoqchi? Uning chiroyida paydo bo'lgan dabdabiz tusidagi ifodadan Archer o'zini uning oyoqiga tashlag'ili tasla qoldi. Bu ishni deyish maqsadiga xeyli burilib kelgan edim. So'zini davomlashtirdi May. Ikkalan bir-birini chin dildan so'zla, qiliqi ma'lum ahvolda ko'pchilik fikriga
Xilop kelgan taqdirdimi xato deb ketgili bo'lmaydi. Agar siz to'g'ri topsangiz, biz tilga olgan ash qarish tarafga biror va'da berib qo'ygan bo'lsangiz, va'dangizni o'rinlashga biror chora tepilsa, hatto u ayolni ajrashtirish orqali bo'lsa va'dangizda turing. Hargizmi meni deb uni tashlavatmang, Newland. U asli Sorli Rochford xonim bilan ilinishib qolgan ishimdan ansirab etib ekanda. U degan o'tmishga aylanib ketgan ishlar. Archer mushularni o'ylig'inida hayron qilish uyoqda tursin, aksicha uning kang qo'rsaqligi va mardligidan qoyillik topdi. An'anaga parvosizlik bilan yuzilanadigan bu xil pozitsiyadan bir xil o'zgacha jasorat balqib turadi. Agar boshqa masalalarning besimi bo'lmagan bo'lsa, Archer hayronlikqa g'arq bo'lib, Velland xotinning qizidagi bu xil jasoratdan, ya'ni loyiqini ko'ni oshnisi bilan to'y qilishga ziqlashdek g'alati ishidan rosa zo'xlana bo'g'iydi. Ular texi bayatilla o'zini qochirib ulgurgan xatarlik ahvol hozirgacha uning kallasini qo'chiyotdi hamda yosh qizlarning sirliq xosligiga bo'lgan ayminish ko'ngilda ustunlik talashiyotdi. Birdamgacha hech nima deyamagan Archer oxiri eg'iz ochdi. Siz o'ylagandek undaq va'da azaldan mavjud emas. Hech qanday burishmi yo'q. Bundaq ishlarni bek nuqul tushunilishga bo'lmaydi. Hay, biroq hech qisi yo'q. Men sizning apuchan, kang qo'saqligingizga amroq. Bundaq ishlarga bo'lgan qarashim sizningki bilan o'xshash. Meningcha, har bir ahvolga ayrim muomala qilib, to'g'ri xatosini ayirish kerak. Ahmoqonlik bilan to'lgan o'rib odatlar qandoq bo'lishidan qat'iy nazar demoqchi bo'g'inim, har bir ayol kishi erkinlikka erishish huquqiga ega. Archer tafakkuridagi tuyuqsiz burilishdan hayron bo'lib, o'zini gapdan aldirash tinash to'xtatib oldi. Bir ozdan keyin uningga qarab kulgunicha so'zni davom qildi. Qadrlikim, siz shunchalik narsalarni bilgandikin, yanama ilgirlagan holda fikr yurgizib, o'xshashla aqlsizlik bilan xarakterlangan qoida usullarning boshqa bir xil shaklga bo'ysunishning qilcha ahamiyatsiz ekanligini tunib yetsangiz bo'lmamdi. Agar oramizga birari qisilib kirmagan bo'lsa, ko'nglingizda har qanday tugunga o'rin qolmaydi. O'z gapimizga kelsak, talishayotganimiz to'yimizni balduroq qilib etish yoki kayniga surishning ishi-ku. Qiz xushallik qizartib etgan yuzlarini yuqoriga qaratdi. Archer uning o'ziga qarayotgan ko'zlaridagi baxt yoshlarini payqadi. Biroq uningdagi ayollarga xos nopuz birdamdala yigilib, qo'rqinchoq qizlarga xos miskinlik bilan almashdi. Uningdagi jasorat va tashabbuskorlikning boshqalar uchun qo'zg'aldiganligi, o'ziga kelganda bulardan asarmi qolmaydiganligi Archerga ayon. Uning yuqorqi so'zlarni qilish uchun ko'rsatgan tirishchanligi chiroydagi tamkin ifodani saqlashdikiga qaraganda xeyli zo'r edi. Hurmatli radio anglovchilar, hozir Amerikalik mashhur yozuvchi Edis Whartonning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan "G'uborsiz yillar" nomli romanini anglatamiz. Qiz o'rniga qaytib kelib, so'zni davomlashtirdi. Qizlar ota-onasining tasavvuridagidek nodon bo'ldi deb o'ylab qolmang. Xalqning ko'zi, quloqi bor, hissiyoti va ko'z qarashi bor. Men sizga oshiq degan so'zingizni anglashdan xeyli burunla boshqa biriga qiziqib yurganligingizni biletdim. 2 yil burun Newportdagi hammalar mush to'g'riliq so'zcha qilishib yuradi. Bir qaytimliq tansida ishkanlarning balkonda billa o'ltirganligini ko'rgan edim. Uning yeningizdan azoblangan chiroyda qaytib kirganligi ko'nglimni xeyli beram qilgan edi. Keyin to'yga pitishgan chaqladimi bu ishlar tex esimdan chiqmagan. U ovozini pasaytib, xuddi o'z-o'ziga so'zlayotgandek joyida qimir qilmay o'ltiraverdi. Qo'llari kunlikning sepini birdam ching tutib oladi, birdam bo'sh qo'yib yotadi. Yigitning ko'ngli aram tepib, tasvirlab bergisiz bir xil tasalliga erishdi-da, qo'llarini uning qo'llari ustiga qo'yib, yengilgina besib qo'ydi. Qadrligim, davatqiningiz ashu ishmidi? Haqiqiy ahvolni tushunsangiz yaxshi bo'ladi-ku. U beshini ittik ko'tardi. Undaqda men bilmaydigan yana boshqa ahvollarmi bor o'xshamamdi. Demakchi bo'g'inim, siz davatqan ashu ishlarning haqiqiy ahvoli
dedi yigit yanıla onun qo'lini besib turib. Men dal ashu haqiqiy ahvolni bilmoqchi. Nevlan, bu ishlardan chuqur xabar tepishim kerak. O'z baxtimni boshqalarning baxtsizligi ustiga quramayman. Boshqalarga daxl taruz qiladigan adolatsizlikka yo'l qo'ya olmayman. Shuningla, sizning mushunday qarashchi ishkanligingizga ishonaman. Agar undaq bo'lmasa, bizning ashunday bir asosda qurgan turmushimiz yana nima bo'lmoqchi? Onun chiroyida paydo bo'lgan dabdaba tusidagi ifodadan Archer o'zini uning oyoqiga tashlag'ili tasli qoldi. Bu ishni deyish maqsadiga xeyli burla kelgan edim. So'zini davomlashtirdi May. Ikkalan bir-birini chin dildan so'ysizlar. Qiliqi ma'lum ahvolda ko'pchilik fikriga xilop kelgan taqdirdami xato deb ketgili bo'lmaydi. Agar siz to'g'ri topsangiz, biz tilga olgan ash qarshi tarafga biror va'da berib qo'ygan bo'lsangiz, va'dangizni o'rinlashga biror chora tepilsa, hatto u ayolni ajrashtirish orqali bo'lsa va'dangizda turing. Hargizmi meni deb uni tashlavatmang, Nevland. U asli Sorli Roshford xonim bilan ilinishib qolgan ishimdan ansirab etib deganda. U degan o'tmishga aylanib ketgan ishlar. Archer mushularni o'ylig'inida hayron qilish uyoq tutursin, aksicha uning kang qursaqligi va mardligidan qoyillik topdi. An'anaga parvosizlik bilan yuzlanadigan bu xil pozitsiyadan bir xil o'zgacha jasorat balqib turadi. Agar boshqa masalalarning besimi bo'lmagan bo'lsa, Archer hayronlikqa g'arq bo'lib, Velland xotinning qizidagi bu xil jasoratdan, ya'ni loyiqini koni oshnasi bilan to'y qilishga ziqlashdek g'alati ishidan rosa zo'xlana bo'g'iydi. Ular texi bayatilla o'zini qochirib ulgurgan xatarlik ahvol hozirgacha uning kallasini qo'chiyotdi hamda yosh qizlarning sirliq xosliqiga bo'lgan ayminish ko'ngilda ustunlik talashiyotdi. Birdamgacha hech nima deyanmagan Archer oxiri eg'iz ochdi. Siz o'ylagandek undaq va'da azaldan mavjud emas. Hech qanday burishmi yo'q. Bundaq ishlarni bek noqul tushunib olishga bo'lmaydi. Biroq hech qisi yo'q. Men sizning apuchan, kang qo'saqligingizga amroq. Bundaq ishlarga bo'lgan qarashim sizningki bilan o'xshash. Meningcha, har bir ahvolga ayrim muomala qilib, to'g'ri xatosini ayirish kerak. Ahmoqonlik bilan to'lgan o'rib odatlar qandoq bo'lishidan qat'iy nazar demoqchi bo'g'inim, har bir ayol kishi erkinlikka erishish huquqiga ega. Archer tafakkuridagi tuyuqsiz burilishdan hayron bo'lib, o'zini gapdan aldirash tenash to'xtatib oldi. Bir ozdan keyin uningga qarab kulgunicha so'zni davom qildi. Qadrlikim, siz shunchalik narsalarni bilgandikin, yanama ilgirlagan holda fikr yurgizib, o'xshashla aqlsizlik bilan xarakterlangan qoida usullarning boshqa bir xil shaklga bo'ysunishning qilcha ahamiyatsiz ekanligini tunib yetsangiz bo'lmamdi. Agar oramizga birari qisilib kirmagan bo'lsa, ko'nglingizda har qanday tugunga o'rin qolmaydi. O'z gapimizga kelsak, talishayotganimiz to'yimizni balduroq qilib etish yoki kayniga surishning ishi-ku. Qiz xushallik qizartib o'tgan yuzlarini yuqoriga qaratdi. Archer uning o'ziga qarayotgan ko'zlaridagi baxt yoshlarini payqadi. Biroq uningdagi ayollarga xos nopuz birdamdala yigilib, qo'rqinchoq qizlarga xos miskinlik bilan almashdi. Uningdagi jasorat va tashabbuskorlikning boshqalar uchun qo'zg'aldiganligi, o'ziga kelganda bulardan asarmi qolmaydiganligi Archerga ayon. Uning yuqorqi so'zlarni qilish uchun ko'rsatgan tirishchanligi chiroydagi tamkin ifodani saqlashdikiga qaraganda xeyli zo'r edi. Archerning tasallilarini anglagandan keyin u normal holatiga qaytdi. Bu holati xuddi ziyoda tavakkulchilikdan qaytgan bolaning ona quchog'idan illiqlik izlayotganiga o'xshab qolgan edi. Archerning uningdan davomli o'tinivagidek majoli qolmadi. Mayning bayatinqi ifodasidan tezli voz kechishi uningda umidsizlik paydo qilib qo'yotdi. Oxirida qiz Archerga ma'nilik holda lappida qarab qo'ydi. Archerdagi umidsizlikni u sezib qolgandek turadi. Biroq qanday tasalli berishni bilmaydi. Ikkalan o'rnidan turib uy tarafga tinsiz mengishdi. Sen uyda yo'q chaqda, dedi Jenni u uyga qaytib kelgan kuni kechda. Navrahadan Graf xonim opamni yo'qlab keldi.
Apsi va sanglisi bilan birga g'izallanayotgan yigit tuyuqsiz beshini ko'tardi. Archer xonim beshini tuvan silib jiddiy qiyofatda tamoq yemakda edi. İctimai aloqaga o'zimni urib ketmaganim uchunla bu sohadagilar meni unutib ketisi bo'lmaydi deb qaraydi u. Archer Uraniska xonimning kelganligidan hayron qilishim opamning ko'nglini ranjitib qo'ygan o'xshaydi deb faraz qildi. U uchsig'i kiyvagan polsha pasondagi qar duxavi ko'nglikning qar tugmalari paqrab turdi ekan. Tizidan tikilgan yeshil yanglishmi bak omoq ekan. Uning mundaq moda yasinmaganligini ko'rib baxmabdi ekanman. Sözünü davamlaştırdı Jenny. Yakshanba tushdan burun xeyli baldirli keldi. Yolg'izkan, yelimi yaxshi mehmonxona uydagi tammashga o't yiqiqliq edi. Yeliqidagi yangi pasondagi nam kartoshka qaypidan ag'ash kepti. Deyishcha, sen uning bek yaxshi muomala qilg'ashqa biz bilan tanishmoqchi ekan. Archer kulib tashildi. Uraniska xonim do'stlari haqida to'xtalganda, hamisha mushundaq talaffuz bilan Yaqinlarim orasiga qaytib kelganligimdan o'zimni bakli baxtli sezyapman. Deyishni unutib qolmaydi. Ras, u menga haqiqatan shunday bir gap qildi. Dedi Archer xonim. Bu yerga kelganlikdan bakli xo'shaldak turdi. Deyishim kerakdi balkim. Uningga amroq bo'lib qolishingizni umid qilaman, apa. Bir yashangan xonim bilan ko'rishayotgan ahvoldimi, u boshqalarga yaxshi ko'rinish uchun bar kuchi bilan tirishishni unutib qolmaydi ekan. Dedi Archer xonim lavlarini purishtirib. Apam uni oddiy ayol emas ekan deydi. Jenny so'z qistirg'ash ko'zlarini qisib aksiga tikildi. Bu faqat mendek bir mo'mayning qarishi. Meningcha o'maqmay ko'ngilga eng yoqidi. Dedi Archer xonim. Dedi o'g'li. U ishkaylan bir-biriga o'xshamaydi. Archer Saint Augustindan ayrıldıgan çağda Mingot momayga shu yerdagilarning nurg'un salimini ag'ash kelgan edi. Shaharga qaytib kelib, atisi u bu gap so'zdan yetkizgili keldi. Momay uni nihoyat qizg'in kutib oldi. Uraniska xonimni ajrashish maqsadidan yenishga qoyil qilgan to'hpisi uchun Archerga tashakkurlar etdi. Mayni ko'rib kelish maqsadida hech kimga tinmasdilla ish o'rnidan Saint Augustinga aldirab denab ketib qolganligini aytib berganda Momay xirildab kulib ketdi hamda semiz qo'llarida yigitning tizlarini shaplaqlab qo'ydi. Hoy, Augusta bilan Villandning chiroylari tutilib ketgandi haqiqatan. Biroq may cho'qim tushunish pozitsiyasida bo'ldi. Buni jazmlashtira olmayman. Aslida men uning shunday qilishidan umid kutgandim. Biroq alaydan oldiga berib o'tirib qo'ygan talabimni oxirgi hisobda yana rad qilgan bo'ldi. Rasmi nima talab edi? Asli uni 4-oyda to'y qilishga ma'qul keltirmoqchidim. Yana bir yilni isrof qilayotganning nima foydasi deysiz? Manson Mingot momay kichik eg'izlarini purishtirib jiddiy qiyofatga kirdida do'stonlikqa yot bir xil ifodada uningga ko'zlarini qisdi. Berib apangdan so'rab baqqin. Meningcha yana shu ko'ni nayrangu deyman. Hey, Mingot jamiyatidagilarning hammasi o'xshashda. Ayni yili mushu turalg'uni soldirdigan vaqtimda kishilar meni Kaliforniyaga ko'chib ketadigan o'xshaydi deb qilishgan bo'g'iydi. Chunki azaldan hech kim 40-ko'chaning sirtiga uy-joy soldirib baxmaganda. Bunisi rost. Biroq mundaqcha esaq, Kolumbo Amerika qit'asini bayqashdan burun hech kim Baltimorening sirtiga joy soldirgan emas. Yo'q, unda qag'allar yo'q. Ularning hech qaysi boshqalarga o'xshamay qilishni xohlamaydi. Bu xil farqlanib qilishdan xuddi yo'q chechakdan qo'rqqandek o'zini qochirishidi. Hey, qadrli Archer apandi, men faqat sepsir jamiyatiga bir qar qursak. Biroq bolarimning hech qaysi menga o'xshamadi. Ellen buningdan xoli albatta. Momay sal to'xtab elib, uningga yana ko'zni qisdi va yashanganlarga xos beparvo talaffuzda so'zni davomlashtirdi. Hey, zodi nimishqa Ellenni olmagan bo'g'iyting ras. Archer kulib ketdi. O mening elishimni saqlab turmagan tursa. Ras, albatta afsus. Hozir bekli kechikdi. Uning umri mushundaqla nobud bo'lib ketadigan bo'ldi-da. Uning talaffuzidan avlodiga bo'lgan echinish emas, balki ko'ranglik gupildab turadi. Yigitning ko'nglidan bir xil qo'rqinish yalt qilib o'tgandek bo'ldi. Shuning bilan gapni buradi. Mingot xonim,
Velland xotinlarga ta'siringizni ko'rsatib baqqan bo'lsangiz, to'yni putishish mezgilining bek kayniga surilib ketishini xolamayman. Momay qo'llash ma'nosida uningga qarab kuldi. Shundaq, buni bilgan ediman. Ko'zing bakli ittikkan jumo sening. Kichik cheg'indili boshqalarning yordamini qo'zg'ashga amroqligini bilib olgan edim. Beshini orqaga tashlab kulish Momayning bo'ynida lig'ildab turgan ushshaq to'lqinlarni paydo qildi. Ha, elinim kepti-ku. Bu ovoz xeyli ullik chiqdi. Dal shu chaqda uning kaynidagi eshik pardasi ochildi. Oraniska xonim tatliqini kulimsirganicha kirib keldi. Chiroyidan xushal xuram ekanligi bilinib turadi. Engishib, momisining so'yishini qabul qilg'ach, bir qo'lini Archerga xushbe'rlik bilan uzatdi. Qadrligim, tex bayatilla uningga nemishqa elinini ammagan bo'g'itning da'vat tatdim. Oraniska xonim yanala tabassumliq chiroyi bilan Archerga qarab turadi. U qanaq javob berdi? Hay, buni o'zingning faraz qilib olishga qoldiray qo'zim. U mashqini ko'gili Floridaga berib, tex amdila qaytib kelibdi. Ha, bilaman. Uning ko'zlari texichili Archerda edi. Apangizni yo'qlab qolgan chig'imda nega ketganligingizni so'ragan edim. Sizga yozgan xatim izchil javobsiz qolg'achqa, sizni texi og'rib qoldimikin deb qoptiman. Archer duduqlig'inicha, bek tuyuqsizla menib qoldim. Aslida Saint Augustindan xat yozmoqchidim, degandek gaplarni qildi. U yerga qadamingiz tekkan hamon qayta esingizga kelmaganda men haqiqatdan. Uning Archerga kulimsirganicha tikilgan chiroyi petini buzmay turadi. Chehradagi bu xil xushalliq alomatlari balkim qasdan parvosiz qiyofatga kirivilishdagi vositasi bo'lishimi mumkin edi. Agar u menga muhtoj bo'layotgan bo'lsa, buni sezdirmaslikka tirishayotgan bo'lishi mumkin. deb o'ylaganida Archerning yuragi uning ashu qiyofatidan zaxm yegandek bo'lib ketdi. Aslida opisini yo'qlaganligi uchun rahmat aytishni o'ylagan edi. Biroq Momayning o'tkir tikilishi sababidan tilib bog'lanib qolgandek bo'lib, eg'iz echishga petinolmadi. Qarg'ina uningga to'y qilishga shuncha oldirab ketgachga ruxsatsizlik qechib berib, loyiqning oldiga tizilib yolviribdi. Buni xeyli bir aşıq məşqlarga loyiq ishlasak bo'ladi. Kelishgan sepsir opamni dal mushu usul bilan ap qechib ketibdikan. Keyin texi sutdan ayrilmagan chig'imdala opamdan zerikishga boshlabdi. Men uchun bo'lsa-mu 8 oy saqlayamabdi. Haras, sen degan septir emasda yigit. Bu sen uchun shunaqli moy uchun baxtlik ish. Faqat bechora elementlar o'z oilasining yomon qiyni bor. Qolganlarning hammasi Mingo jamiyatining tipik a'zolaridan. Momayning bu o'llik gaplaridan mansitmaslik purg'i chiqib turadi. Borulla momisning yenida o'ltirib bo'lgan Oraniska xonimning yanala xiyolchan holda o'ziga tikilib turganligi Archerning ko'zdan qechib qutulanmadi. Bu ko'zlardagi xushalliq alomatlari qayoqlargadir qochgan edi. Albatta mama, ikkimiz ularni Archer apandining orzusi bo'yicha ish qilishga cho'qim ko'ndiralaymiz, shundaqmi? dedi Oraniska xonim nihoyat mehribonlik bilan. Archer xo'shlashqili o'rnidan turdi. Qo'li Oraniska xonimning xo'shlashish uchun sungan qo'lini tutganida u javobsiz qoldirilgan yeliq xayti to'g'riliq bir nima deyishimni kutyapamdi, qandoq degan xiyol kallasidan yalt qilib o'tgandek bo'ldi. Ko'rishgili qishingizga qachon bosam bo'la? so'radi Archer ishga beli chiqqan Oraniska xonimdan. Qaysi chaqda bosingiz bo'layverdi. Biroq ash kichik uyimni yana bir ko'rib olmoqchi bo'lsangiz, tezroq bo'lganingiz yaxshi. Kelar hafta uy ko'chaman. Ashu pakar mehmonxona uydagi chiroq nuri ostida o'tkazgan heliqi bir necha soatni yodiga keltirganida Archerning ko'ngli yerim bo'ldi. U bir necha soat to'liq qisqa, ammo unutilg'usiz edi. Atkashda bo'lamdi. Ata, ma'qul, biroq balduroq bering, sirtqa chiqmoqchi edim. Beshini langshitdi u. Atsi yakshanba edi. Oraniska xonim bundaq kunda sirtqa chiqmoqchi bo'lsa, Lemir Strasis xonimning uyini manzil qiladiganligidan gumon qilmaydi. Archerning ko'nglida bezorlik ustunlikni egallayotdi.
Bu bezarlıq hərgizmi onun aşundaq yerga berishidan emas, balki u yerga basa onun cho'qim Beaufort bilan uchrashib qoladiganligini ko'ngliga sig'dirmaslikdan paydo bo'lgan edi. U Beaufort bilan uchrashish uchun qasdan baramdigandi ya, deb o'ylaganida bu xil bezarlıq texmi avjiga chiqdi. Nayt yaxshi, atkashda, takrorladi Archer. Ko'ngilda bo'lsa, baldir bormaslikning qozonini asmoqda edi. Vaqtchirak bo'lsa, ya uni Strasis xonimning uyiga berishdan to'sib qoladi, ya uning uydan chiqib ketishiga ulgurib boradi. Bundaq atrofliq o'ylashish eng keskin chora edi. U Vistariya chatqili ostidagi ishq qo'ng'irqini tatqanda soat texi amdili 8:30 bo'lgan edi. Asaldagi plan bo'yicha yarim soat kechikib kelish amalga oshmadi. Chunki Strasis xonimning yakshanbalik o'ltirishi boshqa tans kechiriklariga o'xshamaydi. Mehmonlarimo imkon qadar izlangulik qilmay vaqtida keladi. Shuning bilan bir xil ajoyib kayfiyat uni mush ishik oldiga baldiroq kelishga qistab turib oldi. Dahlizga qadam tashlaganida bir qancha shilapa va pilash ko'ziga chiliqdi. Bu Archerning o'ylamagan yeridan chiqqan edi. Agar Oraniska xonim mehmon chaqirmoqchi bo'lsa, yana nimishqa meni baldiroq keling deydiganda. Paltosini Nastasiyaga sungan fursatda u yandagi ashu kiyimlarga ko'z yugurtib ulgurdi. Bu chaqda beyaramliq, burunliq qiziqishga o'rin bo'shatgan edi. Spaylikka alohida e'tibor berildigan bu uyda ashu kiyimlar Archerga to'liq g'alati narsalar bo'lib ko'rindi. Arsida Julius Beaufortga mansub narsalarning yo'qligini bir qarab bilib oldi. Bahasi arzon seriq sokna palto, o'ngib ketgan koni plash va bir yepinch turatdi. Qarmoqqa bu plash alohida baslik birariga maxsus bo'yirtib tiktirilgandek turatdi. Uzoq vaqt kiyilib, jo'liqi chiqib ketganligini ko'rib olish tas emas edi. Sirtqi yuzdagi qaramto'l yeshil qatlig'idan nam har kepigining hidi kelib, kishida qavoxonalarning tomlariga yo'langan vaqtlari bak ko'p bo'lg'achqa mushundaq puramdikin deydigan tuyg'u paydo qilib qo'yatdi. Bu kiyimlarning ustida purlishib ketgan bir galostuk, g'alati shilapa tashlaqliq turadi. Archer beshini ko'tarib Nastasiyaga savol nazarda tikildi. Umu Archerga qarab turayotgandan keyin og'zining uchidala kiring deb qo'ydi-da, mehmonxonaning eshigini ittirdi. Yigit Soyibxonning uyda yo'qligini darhol bayqadi. Boshqa bir xonimning tam mashinada turganligini ko'rib, tasodibiylik his qildi. Egiz, o'riq kelgan bu xonim ezilangi ko'rinadi. Uchisidagi kiyimiga halqila o'rnatilgan, chuchila tutilgan, to'limi murakkab tuyg'u beradi. Sidam katakchilar bilan uzun yo'llari kesishib, tushuniksiz shakl hosil qilib turadi. Ispaniya targ'iqi qisqan, chochlari oqirishga yuzlangan, lekin oqirib ketmay, poqiroqligini yo'qotish bilan kupaylangan edi. Revmatizm kasalligining asoratini yetkuchi tatgan barmoqlari yamoq tushganligi aniqli bilinib turadigan uchi ochiq yipak palidan chiqib turadi. U xonimning yenidagi sigar tutuni ichida yeliqi ikki plashning egilari turishadi. Her ikkisi murasim kiyimi kiyib olgan, atigandan buyon uchisidan silinib baxmaganligiga jazm qilg'ili bo'ladi. Orasidagi biraylarning net Vincent ekanligini Archer tasodibiylik ichida his qildi. Yoshda cho'ngroq biri notunish ko'rindi. Kelangsiz gavdasi uning oshu plashning egisi ekanligini isbotlab beradi. Mağdursiz, shirninkiga o'xshaydigan beshidagi qo'ng'ir chochlari bakla paqpiyib turadi. Uchaylan tam mashindagi gilamda billa turishadi. Ko'zlari noyat qayniq ranglik bir dasta atirgulga tikilgan. Gul dastining ostinqi qavati bir tutam ruxsar gulidan tarkib topgan edi. Guldasta Oraniska xonim odatki chog'larda o'ltirdigan safaga qo'yuqliq edi. Gül hissiyatni ifodalashdagi vosita deyishidu. Ammo mushu faslda mushundoq gulni setib olishga xeli pul bo'lmasa bo'lmaydi-jimi? Archerning uyga kirishi yeliqi ayolning mushu gapiga to'g'ri kelgan edi. Üzülüp aytilgan bu so'zlardan qayg'u tusi chiqib turadi. Archerni ko'rgan uchaylan hayronlik ichida orqasiga burildi. Yeliqi xonim kelib
qo'lini uzatdi. Qadrlik Archer efendi, sizni jiyanim Nevland desam bo'ladi. Dedi u. Men Markiz Manson xonim bo'laman. Archer beshini egib ahvollashdi. Xonimning so'zi davomlashdi. Ellinni meni bir qancha kun turib ketishga ep kelgan edi. Kubadan kelishim. Izchil shu yoqda qishlab kevatatdim. İspaniyalik do'stim Davlatman Aqsoy Kastil hamra bo'ladi. Uning bilan tanishib qilishingizni bekla arzu qilatdim. Biroq bu yerdagi martabalik do'stim doktor Carver taklif qilib turvag'ashqa kelib qoldim. Jilg'idagi so'ygi salonining asoschisi doktor Carverni tanimaysiz haqiqatan. Doktor Carver Shirninkiga o'xshaydigan beshini sal pal egib qo'ydi. Markiz xonimning so'zi davomlashdi. Hay, New York. Ma'naviy turmush bu yerga kelganda bekla azlab ketadigan jumu, ammo Vincent apandini taniydiganini qilasiz. Ha, shundoq. Taniyman. Tanishganimizga xeyli uzoq bo'ldi. Dedi Vincent yolg'on kulib. Biroq heliqidek yo'l bilan tanishmagan. Markiz xonim ayiblash ifodasida beshini chayqadi. Undaqmi emasdi, Vincent efendi. O'ltirishni unutib qolmangda, Archer efendi. To'ytimiz bayatdan qo'rsig'imizni sal astarlab oldik. Qizim girim qig'ili ustingi qavatga chiqib ketgan. Sizni saqlavatadi, hozirla tushidi. Bayatdan bu yerdagilar bu ajoyib gullarni maqtishib ketgan edik. U ko'sa chiqim hayron qolar balkim. Mangmisam bo'lmaydigandek turadi. Oraniska xonimga yetkazib qo'ysingiz. Bu ko'chani tashlab ketsa, ko'nglimiz bakli yerim bo'ladi. Bu uy mushu atrofdagi bo'stonliq bo'lishdek o'rnini izchil saqlab kelgandi. Dedi o'z o'rnida qimirlamay turgan Vincent. Hay, biroq u sizni tashlab etmaydi. She'r va san'at uning hayotlik manbasi. Siz she'r yozsiz-ku deyman, Vincent efendi. Yo'q. Biroq ba'zida she'r o'qib qo'ydigan odatim bor. Vincent gap qilg'ash ko'pchilikka boshlanishida mehmonxonadan g'oyib bo'ldi. Pixsiq odamlar bu. Sal g'aritlikmi bu? Biroq naytimi chechan, doktor Carver, sizmi uni zerak deb qaraysiz-ku deyman. Zerakmi emasmi deganni azaldan o'ylashib boqqan emasman. Dedi doktor Carver keskin qiyofatda. Voy. Bugun kechda Blank xonimning uyida so'zlaydigan leksiyaga ma'naviy nuqtadan tayyorlik qilyotdi. Doktor Carver, Blank xonimnikiga menishdan burun bevosita aralashish haqidagi yangi bayqashlaringiz to'g'risida Archer apandiga ozroq bir narsa deb bergudek vaqtingiz chiqami? Biroq bo'lmagadek, bilaman. Soat 9 bo'lay deb qoldi. Sizni davomli tutib olishimiz haddimiz emas. Chunki shuncha ko'p odamlar leksiyangizni kutib turibdi. Doktor Carver bu yakundan sal umidsizlanib qilayotgandek edi. Biroq ashu qo'pol soatini Oraniska xonimning safar soatiga to'g'irlagandan keyin yanala qo'pol gavdasini yig'ib qo'zg'aldi. Chiroyidan xolimaslik alomatlari chiqib turadi. Birdamdan keyin boramsiz, qadrli do'stim. Markiz xonimni askartdi u. Ellinning paytoni kelgan hamon sizni izlab boraman. U tatliqini kulib turib javob berdi. Bag'an chig'imda leksiyaning boshlanib ketmagan bo'lishini umid qilaman. Doktor Carver bir narsani o'ylayotgandek holatda Archerga qaradi. Agar bu yosh mo'tvar tajribalarimga qiziqsa, Blank xonim uni opirishingizga ruxsat qiladi. Qadrli do'stim, imkoniyat yor basila. Blank xonimning cho'qim xushal bo'ladiganligiga ishonaman. Biroq ansirayotganim Ellen tegicha uni kutib turibdi. Bu behli baxtsizlik bo'ldi, dedi doktor Carver nam kartasini Archerga sung'ash. Bo'pti. Bu mening nam kartam. Uning ko'z oldidagisi got nusxasida yozilgan mundaq bir nam kartasi edi. Argason Carver. Jilg'idagi so'ygi saloni. Kitasik Vartami, New York. Doktor Carver xo'shlashdi.
Manson xonim afsus ilkida emas, balki ko'ngli aram topgandek qiyofatda tatib qo'ydi va Archerga o'ltirish ma'nosida yana bir qitim ishorat qildi. Elin hazırla tushidi. O tushishdan burun siz bilan jimjitlik ichida birdan bo'lsa turvag'inimga xushalman. Archermo yolg'on hejib turib, o'zining uning bilan ko'rishganligidan xushal ekanligini bildirdi. Markiz xonim so'zni past ovozda davomlashtirdi. Balam o'ziga qilgan yardamingizni to'liqi bilan aytib berdi. Nasihatlaringiz, botirligingiz, qaysarligingiz hammani bilaman. Qadrlik Archer apandi, bu ishda kechikib qolmaganligingiz uchun nihoyat xushalman. Yigit buni anglaganda xeyli o'ng'aysizlandi. Oraniska xonim shaxsiy ishiga aralashganimni sodiq qanchalik odamga yeyivatgandi degannimi ko'nglidan o'tkazdi. Oraniska xonim pek oshirib etibdi. Men faqat uning talabi bo'yicha bir qism qonuniy takliflar bilan ta'minladim shu. Hay, biroq bundaqda o'zingizmi bilib bilmayla, bundaq bir narsaga vakillik qilib qolasiz. U bo'lsa-mu, heliq so'zni nima deydi, Archer apandi? Xonim o'llik so'rg'ash beshini bir yoqqa qiysayddi. Qapoqlarni selishi sirliq tus oldi. Bilmasligingiz mumkin. Dal ashu chaqlarda biri mendan yordam talab qilgan, yarashtirib qo'yishimni o'tingan, shunga Atlantik okeanining o'qiriqidan kelishim. U xuddi birining anglab qilishidan qo'rqqandek, murisi ustidan orqa tarafga birini marvatgandan keyin o'rindiqni yaqinroq surdi. Yaysimon yelpigich bilan eg'izini to'sib, tiniqini uning kayniga yushirdi. O'tingichi dal grafning o'zi, ashu bechara ilishib qolgan ahmoq Oraniska. Elinni yana qaytirib opirishimni o'tingan. Uning hamma shartlariga ko'naman deydi. Ha? Archer varqirg'inicha o'rnidan sakrab turib ketdi. Cho'chib ketdingiz, shu emasmi? Albatta tushunaman. Stanislas meni izchil turda eng yaqin do'sti qatorida ko'rib kelayotgan bo'lsa-mu, u bechorani axlab o'ltirmayman. Umi o'zini axlab ketmaydi. Uning eliniga tizlanganligini o'z ko'zim bilan ko'rganman, dedi u judangi maydasiga urg'ash. Menda uning xati bor. Xat? Oraniska xonim ko'rdimi? So'radi Archer. Bu xabar paydo qilgan silkinish kallasini sal elishtirib qo'yatdi. Markiz xonim beshini yengil chayqadi. Vaqt, menga vaqt bo'lsa bo'ladi. Elinimni tushunaman. U haqavur, jahil. Uningda abuchallik kamchil desam bo'lamdi, bo'lmamdi, buni bilmayman. Voy, abuchallik degan boshqa gap. Ha, to'g'ri deysiz, dedi Markiz xonim qo'llash talaffuzida. Umi shundoq deydi. Hay, nozik bolam. Biroq moddiy jihatga kelsak, o'ylab beqinchi Archer apandi. Uning voz kechmoqchi bo'layotganining nima ekanligini bilamsiz? Qarang, safadagi av atirgullarga erning nesitiki esil palampaysimon gulligida bundaq gullardan necha mo'lab tepiladi. Parnik va ochiqchilikda ko'zni qamashtirib turdi. Unchi marvoyatning gapini qilib qalsaq-ku, tarixiy qimmati borlarimi oz emas. Onundan başqa Sobeskining mo'misining qolgan yeshil, so'sin bulg'un terilari. Ammo elin bu narsalarni parvoyiga ep qo'ymaydi. Qo'g'lishidigini faqat san'at va go'zallik. Mushu narsalar uchun yashaydi desakmi bo'ladi. Bu jihatda meni do'rg'an. Ammo u yerda bundaq narsalarga ko'milib ketgan. Mashhur rasmlar, qimmat uy jihozlari, muzika, dona suhbatlar. Kechiring qadrli yigit. Sizlarning bu yerdagilar bu narsalarni asla tushunmaydi. Elin bo'lsa hammasiga ega. Shunaqla ajoyib hurmatga sazovor. Men deyishcha, Nyu-Yorkliklar texi uni chiroyliq deb qaramabdimish. Uning portreti 9 qitim sizlashga noil bo'lgan. Yevropadagi eng chong rassamlar uning o'zlariga shunday fursatdan bahramand qilishni o'tinishgan. Ajiba mushular hech nimani tushuntirib beramamdi. Yana texi u ash erning pushaymonlari-chi. Manson xonim so'zda yuqori pallaga chiqqanda chiroydagi ifodasimi o'tmishga bo'lgan aslimi sabablik mastxush holatga kirdi. Agar Archer hayronligidan dong qetib qolmagan bo'lsa, buningdan kulib tashlagan bo'lar edi. Buningdan burun birari bechora Manson Medoraning chiroyini tunji ko'ginimda hayron qoldim degan bo'lsa, Archer ovozini qo'yib etib kulib etishdan o'zini tutib olmagan bo'ladi. Ammo hozir kulishga bahonasi yo'q edi.
bu ishlar to'g'risida u hech nimani bilmasa qachon. Tuyuqsiz so'radi Archer. Manson xonim so'zini rang kelgan bir barmoqni leviga qo'ydi. Bevosita bilmagini aniq, biroq ancha-muncha farazlarda bo'vatamda qandaq buningga bir nim deb bo'lmaydi. Amaliyotda siz bilan yuz ko'rishni izchil kutib kelayotdim, Archer apandi. Bu ishdagi mustahkam maydoningiz va uningga ko'rsatgan ta'siringizni anglaganimdan keyin qo'llashingizga erishish mumkinchiligiga nisbatan menda ishonch tug'ildi. Sizni shuniga ishontira olmaymanki, u qaytib ketish kerak deb o'ylamsiz? O'lib ketganini ko'rishni xohlaymanki, varqirdi yigit ochiqlangan holda. Markiz xonim hadab shivirlab qo'yish bilan kupaylandi. Talaffuzda og'irnish alomatlari yo'q edi. U yo'lanchuklik o'rindiqda birdam o'tirgan bu jarayonda barmoqlari chiqib turadigan palay kiyib olgan qo'llari g'alitirak ko'rinadigan yaysimon yalpigishni yepish, echishdan to'xtamadi. To'satdan u beshini ko'tarib kelayotgan tevishga quloq soldi. U keldi, dedi u jiddiy ham past ovozda. Arqadan safodagi guldastani ko'rsatib turib so'zni davomlashtirdi. Bu ishni qo'llashingizdan umid kutsam bo'lamdi, Archer apandi. To'y degan hamon to'y emasmi? Jiyan qizim yanada birovning ayolida. Ishkanglar nimalarni planlayapsizlar? Midora kichik opa? Oraniska xonim mushu o'llik gapi bilan kirib keldi. U xuddi tansiga boradigandek yasnab olgan edi. Kiyimlari sham nuridan to'qilgandek tenidan illiq nur taravatdi. Beshini tik tutib turishlari mag'rur tikilgan sohibchamonlarga o'xshaydi. Bu yerda seni hayron qoldiradigan bir narsaning borligi to'g'risida paranglashayotdi, qadrligim. Mansun xonim javob bergach o'rnidan turib, heliqi gulni sirliq qiyofatda ishorat qildi. Oraniska xonimning qadamlari to'xtab, ko'zlari gulga tikildi. Rangi o'zgarmadi, lekin bir xil rangsiz, suzuk azob yozdagi chaqmoqdek vujudidan o'qchib chiqdi. Hay! O'llik baqirdi u. Quloqni yarg'udek bundoq ovozni yigit azaldan anglab baxmagan edi. Kim bundaq tetiqsizlik qilib gul avatib yurgandi? Nimishqa bundaq qildigandi? Uning ustiga nimishqa bugun kashni tanlagandi? Men ya tansiga bormasam, ya to'y qilishga putishgan bo'lmasam, biroq ba'zilar mushunaq bema'nilikdan qo'lni uzolmaydi ekan, g'otang. U kayniga burilib eshik tubiga bordi-da, eshikni ochib vaqirdi. Nastasiya! Hech yerda kam bo'lmaydigan ashu ayol xizmatkor kirib keldi. Uning aniq tushunishini ko'zlagandek, Oraniska xonim italyan tilida donima-doni so'zildi. Keling, buni axlat sandiqqa tashlab eting. Nastasiya hayronlikdan chekchiyib qolg'achqa orqadan munolarni qo'shib qo'ydi. Hay, tashlamay turing. Bu gulda xatolik yo'q. Er xizmatkorga uyimizdan sanaganda 3-qorada o'ltirishlik oilaga, ya'ni bu yerda kechlik tomoq yegan miskin mo'tivar Vincent apandining oilasiga opirib bersin. Bu gullar og'ir xotini xo'shallik ato qila oladi. Nima? Er xizmatkor sirtga chiqib ketgandamsiz? Undaqda qadrligim, o'zingiz oyog'ingizni chaqqan qiling, eling, yepinchamni yepinchaqlab eling. Tezmi? Men uchun aytganda bu narsa uyimdan tezroq yo'qolsa bo'ldi. Mening sovuq qolganligimni hargiz eg'izingizdan chiqarib yurmang. U teatr ko'rganda otib oladigan yepinchisini ayol xizmatkorga yepinchaqiltib qo'ydi. Andin orqaga burilib mehmonxonaga qaytib kirdi-da, ishini kuchi bilan yapdi. Shu chog'da Archer u yig'lab tashlaydigan bo'ldi deb o'ylab qoldi. Biroq anglangani yig'i ovozi emas, balki qattiq kulgi ovozi bo'ldi. Bu jarayonda birdam Markiz xonimga, birdam Archerga tikilib, ehtiyotchanlikdan xiyoliy holda so'radi. Ishkinglar do'st bo'lib qolgansizlar haqiqatan. Buningga Archer apani javob bersin, qadrligim. Pardoz qilayotgan chig'ingda u zerikmay saqladi. Shundaq kechim gap anglamay turib og'ashqa sizlarga yetarlik vaqt qoldirdim. Oraniska xonim gap qilg'ach, zang'iqidagi budur chochlarini silab qo'ydi.
Mana endi esimga kelyapti. Doktor Carver burilla ketib qapti. Siz Blank xonimnikiga bormoqchi edingiz. Mang'ilgan vaqtingiz bo'p qoldi-ku deyman. Kichik opamni paytonga chiqarib qo'ya olasizmi, Archer apandi? Oraniska xonim Markiz xonimga agishib, dahlizgacha chiqdi va putidagi oyoq, uchisidagi yepincha, pilash degandek narsalarni jo'ndishib berdi. Unutib qolmang, payton soat 10da meni og'li kelsin, deb vaqirdi. Archer uyga qaytib kirganida, u aynakdagi o'ziga qaraganicha tam mashinada turardi. Bir xonim ayol xizmatkorini qadrligim deb chaqirdi. Hem ishqi bo'ylaganda yepinchisini yepincha xiltib qo'ydi. Nyu-York oqsuyaklar jamiyati uchun aytganda bu osonlikcha uchramaydigan ish hisoblanadi. O'z xarakteriga ustunlik berib, chaqmoqdek chaqqan ish ko'rish Archerning qalbida hayajon, huzur paydo qildi. U orqa tarafdan yiqilib keldi. Oraniska xonim qimirlamay turaverdi. Shu daqiqalarda ikkilarning ko'zlari aynakda uchrashdi. Bu chaqda Oraniska kayniga burildi-da, Safaning burjikiga shaqqida o'ltirib, "Bir atal tamak chekilishga ulgurgidekmiz texi", dedi. Archer onunğa tamaki qutusini sundi va bir tal tuturuqni tutashtirib berdi. O't nuri onun yuzini yoritdi. U kulkidan xumalashgan ko'zlari bilan Archerga lappida qarab etib, gap tashildi. "Ochiqlansam, qandoq bo'lib qoldi ekanman?" Archer birdam jim turayotgandan keyin kaskinligiga elib javob berdi. Shuningdan kichik apangiz so'zlab bergan ishlaringizni anqira olgandek bo'ldi. Gapimni qilishidi deb o'ylagan edim, xatolashmabdi-menda. Shuhrat, o'yin tomosha, hayajon degandek ilgari odatlanib qolgan narsalaringiz to'g'risida so'zlab berdi. Ammo bu yerimizda sizni bunday narsalar bilan ta'min etish mumkin emas. Oraniska xonim so'z kulki ichida eg'izidan is-chambar chiqadi. Medoraning romantikligi qon qiyniga singib ketgan. Bu nurg'un jihatda uni ma'naviy to'liqlamadan bahramand qilib turdi. Archer yana arsalda bo'lib turib kelibroq yanala qaramliq qildi. Kichik apangizdagi romantiklikni xatolsizlik bilan birdaklikka ega degili bo'lamdi. U rost gap qilamdi demoqchimisiz? Jiyan qizi bo'lish sifati bilan kichik apsi xususida to'xtalishga boshildi u. Ha, deb beray. Uning har bir gapida rostchilikmi, yolg'onchilikmi tepiladi. Biroq buni so'rab nima qilasiz? U sizga nimalarni dedi? Archer ko'zlarini qochirib tam mashtiki o'tqa tikildi. Orqadan bu ko'zlar yanala ashu jalbkor ruxsar egisiga qaytib keldi. O'zlari uchun aytganda, buning mushu tam mashinada o'tkazgan eng oxirgi oqshom bo'lib qoladiganligini. Uning ustiga birdamdan killa uni og'ili paytun keladiganligini o'ylaganida Archerning yuraklari tortishib kelayotgandek bo'lib ketyapti. Uning deyishicha, Graf Oraniska uningdan sizga nasihat qilishni talab qilibdi. Maqsadi sizni yeniga yondirib ketishgan. Oraniska xonim uni javobsiz qoldirib, qo'lida tamaka qimirlamay o'ltiradi. Chiroy ifodasimi o'zgarishsiz edi. Uning hayron qilishga yot inkoslarga ayni chaqda diqqat qilganligi hozirmi Archerning yodida edi. Bu gapcha buni burunli biladi ekansizda? To'livatdi u. Oraniska xonim xeyli uzoqcha gap qilmay o'ltirdi. Tamakisining kulimi yerga tushishga boshladi. Bu kullar yerga qiqilib tushdi. U bir parcha xatning gapini qilgan. Medoraning qo'lidagi xatda askartilgan u narsalar menga to'limi bechora bilindi. U eringizning talabi bo'yicha bu yerga tuyuqsizlik kelganmi, qandoq? Oraniska xonimmi mushuni o'ylayotgandek qiladi. Bu yerga endi nemishqa kelganligini kim biladi deysiz? Men deyishchi-ku, doktor Carverning ma'naviy chaqiriqi bilan kelibdi-dek. Meningcha u doktor Carverga tegmoqchi bo'layotgandek qiladi. Bechora Medora aldig'anga odam chiqsa tegishda yanmaydi. Biroq Kubadagi osh kishilar uningdan bezar bo'lishga boshlagan o'xshaydi. Uning ular bilan birga yurishga salohiyatini maash ilib amra bo'g'ichi desakmi bo'ladi. Rostini aytsam, bu yerga nemishqa kelganligini men bilmadim. Uningda eringizning bir parcha xeti borligiga rostli ishonamsiz?
Oraniska xonim yana bir qitim jimmida o'ltirib oldi. Birdamlik o'ylanishdan keyin ish qilib bu farzimdagi ish dedi. Yigit o'rnidan dast turib ketdi. Tammashning yeniga berib, jazisiga asta yo'landi. Ko'nglini bir xil ansizlik qaplab olg'ashqa, tili bog'lanib qolgandek bo'lib qiylayotdi. Chunki hech qancha vaqtning qolmayotganligi uningga ayon. Qaytib kelgan paytonning chaq ovozi ha degandila qo'lqiga kirishi mumkin. Kichik opangiz qaytib ketilganligingizga ishonadi ekan. Buni bilamsiz. Oraniska xonim beshini ittik ko'tirdi. Chiroyiga yamashgan qizillik bo'yin mo'rlargacha yamradi. Odatda osonlikcha qizarmaydigan yuzlardan qattiq azoblanib ketayotganligini ko'rib olish tas emas edi. Xalqlar meni eski ishlarni qiladi deb qaraydi. Ay, Ellen, meni afo qiling. Men bir kalvakanman. Bakli jiddilashib ketgandek turisiz. Sizningmi o'zingizga tushliq dardingiz bor? Dedi u sal kulimsirab. Bilaman, Veyland ayollar to'y ishimda beg'arazlik qilyotidi deb qaraysiz. Bu fikringizga albatta qo'shilman. Yevropaliklar biz Amerikaliklarning o'rinsiz so'zilgan to'y qilishga tutishishni tushunmaydi. Meningcha bo'lganda ular bizdek eg'ir besiq emas o'xshaydi. Alohida urg'uliq aytilgan biz degan so'z ozroq masxira purqiga ega edi. Archer bu xil masxirani his qilib yetdi, lekin gap qo'shishga jur'at qilolmadi. Nemili degan bilan uning gapni o'zidan yo'tkib o'tish ko'yda bo'layotganligidek ehtimolligini nazarga olmay bo'lmaydi. Oxirida qilgan gapining uni bearam qilib qo'yganligini his qilib yetgandan keyin Archer garchi qarshi tarafning royiga beqish qaroriga kelib qolgan edi. Vaqtning yaqin suvdek o'tishi Archerni hech nimadan aymanmaslikka qistavatdi. Eg'iz ochanmaslikqa jur'at qilolmaslikdek to'salg'uning o'zlarini ayirib turishiga amda taqat qilolmaydigandek qiladi. To'g'ri, dedi u to'yiqsiz. To'yimizni yaqinda qilib o'tish haqida janubga berib maydon o'tingandim. Ashu chaqqa borganda to'yimiz yanada keyingiga surilsa, bu tasimi qamlashmagan ish bo'ladi-da. May, sizga bakla amriqkin, biroq gapingizga kirgizamabsiz, shundaqmi? Aslida May bak aqlliq, undaq beymani qoidaga qarg'ulachi bo'ysunib ketmaydi deb o'ylaydim. U rostali bak aqlliq, qarg'ulachi qilayotgani yo'q. Ha, undaq bo'lsa tushunib bo'lamog'dayman, dedi Oraniska xonim uningga tikilganicha. Yuzlari qizirib ketgan Archer so'zni davomlashtirishga oldirdi. Biz bir qitim ochiq yo'riq so'zlashgandik. Tunji qitim desam to'g'ri bo'la. Shu chaqda mening betaqat bo'layotganimni u bir xil yomonlikqa o'rib tushandi. Yomonlik? Uning deyishicha, o'zimning uni davomli so'yadigan, so'ymaydiganligimga toza ishonch qilolmag'achqa aldirab etibdimishman. Ishqilib u Archerning to'y qilishga aldirab ketishidagi sabab o'zi texmi yaxshi ko'radigan ma'lum birdan o'zini qochirish uchun debli tushunadi ekan. Oraniska xonim qiziqsingan holda bu ishni mulohiza qilishga boshladi. Agar undaq o'ylagan bo'lsa, uni to'y qilishga aldirishi kerak-ku. Chunki u boshqalarga o'xshamaydi. To'limi oliyjanob. Tanlashimga vaqt berish uchun to'y qilishga putishish muddatini uzoq so'zishning ko'yda bo'layotdi. O'zini tashlab etib, boshqa birini tepib olishingiz uchun vaqt beramdikina? Men shuni xohlasamla. Oraniska xonim Tammashga sal yaqinlashdi. Nazari o'tqa tikilgan edi. Pastdagi jimjit ko'chadan yaqinlab kelayotgan ot to'yiqining ovozini Archer aniq anglamoqda edi. Buni haqiqatan oliyjanoblik desak bo'g'idek, dedi u sal bo'g'iq ovozda. Shundaq. Ammo to'limi beymani. Beymani? Siz yaxshi ko'radigan boshqa ayol yo'q bo'g'ashqa shunaq da'vatamsiz? Boshqa birini elish maqsadim yo'q bo'g'ashqa. Ha. Yana birdam hukm surgan jimjitlikdan keyin u beshini ko'tarib Archerga tikilganicha so'radi. Bu boshqa ayol sizni so'yamdi? Hay, boshqa bir ayol aslo mavjud emas.
Demakchimanki, moy tasavvur qilgandek ish yo'q. Azaldan bo'lib boqqan emas. Әмсә, to'yni balduroq qilib etishga nima uchun shuncha aldiraysiz? Paytoningiz keldi, dedi Archer. U o'rnidan yerim ko'tarildi. Tengirqash chiqib turgan ko'zlari atrofga maqsadsiz sapsalatdi. Yenidagi safaga tashlaqliq turgan yalpigish bilan palini elayotgandimi, ko'nglining joyida emasligi bilinib turadi. Ha, menishqa jabdunsan bo'g'dak. Strasis xonimnikiga boramsiz? Ha. Chiroyiga kulki yugurtgan holda qo'shib qo'ydi u. Qarshi elingan yerdan qanmayman. Bo'lmasa meni yolg'izlik besib ketadi. Ha, ras, billi berib kelamsiz ya. Mayli qandoq badal to'lab bo'lsa-mu, uni yenimdan ketkizmasligim. Bugun keshdagi vaqtni menga ajratishga mayli qilishim kerak. Mushu qarorga kelgan Archer uning savoliga javob bermay, tam mashga yo'langunicha turaverdi. Xuddi uning qo'lidagi ashu ikki narsani tashlab etishga o'zida yetarli qudratning bor yo'qligini bir ko'rib baxmoqchi bo'layotgandek, nazarini yalpigish bilan palaydan uzmaydi. Mayning farzi to'g'ri, dedi u. Yana bir ayolning baliq ras. Biroq uning davatqini emas. Elin Oraniska gap qo'shmadi. Qamarlabmi qo'ymadi. Birdamdan keyin Archer uning yeniga kelib o'ltirdi-da, qo'llarini olqiniga elib, bo'shqini kerib ochdi. Natijada palay bilan yalpigish ikkalanning orasidagi safaga tushdi. U o'rnidan ittik turib, qo'llarini sug'urib oldi-da, tam mashning yana bir tarafiga yo'tkaldi, qapoqlari turildi. Voy, boshqacha g'arazda bo'p yurmang jumo, bundaqlar samandak. Chiroyini qizillik qaplagan Archermi o'rnidan turib ketdi. Ayol kishidan eshitgan eng og'ir ahantim mushu bo'lib qolsin, deganni xiyoldan o'tkazgan Archer eg'izini qo'yibdi. Azaldan sizni indak keltirib olish xiyolda bo'lgan emasman. Shundaqla buningdan keyinmi bundaq ko'chaga mangu dasimayman. Biroq har ikkilimizla bu xil mumkinchilikdan xoli. Undaq bo'lmagan bo'lsa, men oladigan xotin siz edingiz. Har ikkimizga mumkinchilik yo'qmi? Dedi u chiroyida samimiy hayronlik aks etib turgan holatda Archerga tikilganicha. Mumkinchilikdan xoli qoldigan bu xil oqibatni o'zingiz paydo qilgan turxluq, yana mushi gapni qilyaptamsiz? Archer chakchayganicha uningga tikildi. Qarang'uda temiz qilayotgan odam uchun bu xuddi bir nurliq chiroq o'chgandek ish bo'lgan edi. Bu xil mumkinchilikni men yo'q chiqadimmi? Siz, u dalsiz. Vaqirida u. Bolalarnikidek titrayotgan lavlaridan yig'ilib etishga tas-tas qilayotganligini ko'rib olish tas emas edi. Ajrashish qarorimdan voz ketishga undagan siz bo'lmay kim? Dal siz ajrashish degan undaq shaxsiyatchilik, bunaq ziyonliq, to'yning hurmatini qo'g'dash uchun, oilani so'zchechakdan, satchilikdan saqlab qolish uchun chuqum shundaq qilishingiz kerak deb, shundaq deb turvag'ashqa, men qarorimdan yondim emasmi? Jamatingiz bilan qo'da tushish oldi turg'ashqa, may bilan sizning munosabatingiz uchun deganingiz bo'yicha qildim-ku. Siz ko'rsatgan abdil chordan bosh tortmadim-ku. U qaytadan safada o'ltirib, xuddi usul o'ynab, o'ng'izsizlikqa uchirgan odamdek bayramlik katta ko'ngligining qatlaqlari orasiga cho'kdi. Yigit yanala tam mash yanada turib, qimir qilmasdan uningga tikilib turardi. Hay, ashu ishni o'ylasam, nimani o'ylasangiz? Hay, so'rmayli qo'ying. Archer yanala uningdan ko'zni uzmay qarab turardi. Yuz bo'ylari anardaq qizib ketayotgan Oraniska xonimmi qaddini tik tutib, uningga keskin kayfiyatda yuzlandi. So'rg'an. Ha, ma'qul. Ayni chaqda ko'rib beqishimga bergan ashu xatdagi ba'zi mazmunlar erimning hiliq xatini damsiz? Shundaq. U xatning qo'rqinchli hech yeri yo'q, hargizmi yo'q. Siz bilan mayni, oilamizni yomon nomga qo'yishdan boshqa qo'rqinchim yo'q mening. Ma'u ishni. Yigitning ovozi ingirgandek chiqdi.
Başları sangılab, qo'llari bilan yuzini etib oldi. Arqadan davomlashgan ashu birdamlik jimjitlik ular uchun hal qilg'ush ham o'rnini to'ldirg'usiz ahamiyatga ega edi. Archer istiqboli cheksiz bo'lsa-mu, besimdan qutulishga amal topolmayotgandek tuyg'uga patmoqda edi. O'rindan qimir qilmay, beshini alqonlardan ko'tarmagan edi. To'svilingan ko'zlari qorong'ulikqa qadalgan edi. Hech bo'lmaganda sizga ram bo'lib qolganim rost. Archer oxir ig'iz ochdi. Tammashning yana bir tarafidan, ya'ni Archerning parizda xonim tugilib o'ltirgan Safaning bulungidan balalarcha o'ksib yig'lagan ovoz anglandi. Qattiq hayronlikda qolgan Archer aldirab tenab uning yeniga bordi. Ellen, sarang bo'ldingizmi? Nemishqa yig'laysiz? Jahonda o'zgartirib bo'lmaydigan ish yo'q. Hozircha texi beshi bog'lanmagan odamman. Uzoqqa qolmay, sizmi shundoq bo'la olasiz? Archer uni bag'riga bosdi. Lavlari ostidagi munu chiroy yomg'irda yuyilgan bir dasti gulguli o'xshab qolgan edi. Ulardagi barliq behuda qo'rqinish yo'q chiqqan edi. Shu topda Archerning hayron qilayotgani uning qo'lining uchini tutsala, hamma ish shunchalik oddiylashadigan mushundaq paytda uyning yana bir bo'lingida turib olib 5 minutdan ortiq vaqtni munozara bilan o'tkazayotganligi edi. Bechora Nevland, meningcha bu gaplaringiz reallikni ozroqmi o'zgartirmaydi. Amdilikda u Tammashning yenida turib oldi. Tuvanga yuzlangan nazari Archerga tikildi. Butkul turmushimni o'zgartirlaydi. Yo'q, bundaq bo'lmasligi kerak. Undaq bo'lishi mumkin emas. May ishqinglar to'y qilishga bitish bo'lgan. Men bo'lsam xalqning ayoli. Archer mo o'rnidan turib ketdi. Yuzlari o'pkadek qizargan. Kaskinlik bilan radiyaga o'tdi. Bekor gap. Bu gapning vaqti o'tdi. Boshqalarni va o'zimizni aldashga huquqli emasmiz. Uning ustiga to'y ishimizmi buningga destek bo'lamaydi. Sizningcha mushunchavala ishlab bo'lib o'tgandan keyinmi yanada mayna olamanmi? Oraniska xonim sukut ilkida turadi. O'ruq jaynaklari tam mash supsiga tiralgan. Yandan ko'rinishi aynak tushgan edi. Pasolliq chechining cho'lgan bir budrasi bo'yniga tushib, uni ozroq qiyri chiroy ko'rsatib turadi. Meningcha, dedi u oxiri. Bu gapni mayga deyamaysiz, sizchi? Hozir bak kechikdi. Boshqa yo'l yo'q. Dedi Archer parvosiz holda murisini qisib qo'yib. Hozir bu gapni qilish oson. Shundoq tavatsiz. Gap ching'iga chiqqanda ish boshqacha bo'ladi. Amaliyotda biz yuzlanayotgan reallikdan boshqa hammala ish burilib kechikib bo'lgan. Gapingizni tushunmadim. Oraniska xonim zo'rg'a ochiq kulib qo'ydi. Chiroyi echilish u yoqda tursin, aksicha borgancha tutilib ketdi. Men yuzlangan kelgusini burilib o'zgartib etdingiz. Buni o'ylab yetmaganligingiz uchun tushunmaysiz. Albatta, bu xil o'zgartib etish eng dastlabida, ya'ni qilayotgan ishlaringizni men anqirib bo'g'icha tamomlanib bo'lgan. Qilayotgan ishlarim? Ha, bu yerliklarning mendan ehtiyot qilib yurganligini, meni o'zlari bezor bo'lganlar qatoriga tizib olganligini dastlabida ozroqmi bilmabdi ekanman. Ziyofatlarda meni yo'liqtirib qilishdan o'zini qajirdiganligini sezmabdi ekanman. Keyin bilsam, menga kerak bo'layotganning birli jamoat emas, balki ikki jamoat ekanligini atrofdagilarga bildirib qo'yish uchun Van der Loton oilasiga billa berishga opangizni ming taslikda ko'ndiribsiz. Shunaqla Biafort oilasidagi tansida sizlarning choy ishtirganlik xabaringlarni jakarlash qaroringizdan qat'iy yanmabsiz. Anglab, mushu yerga kelganda Archer qattiq kulib ketdi. O'ylab beqinchi, dedi Oraniska xonim o'labla. Men nima degandim? Ko'zim nimanda ko'rdi mening. Bir kuni momam gapida chandırib qo'yg'ichi bo'lgan arliqda bu ishlardan qilchi xabarsiz yuribdiman. Bu qaytim kelishimni uyga qaytganlik deb tushunatdim. O'z odamlarimiz orasiga qaytib kelganligimdan shunchalik xushal edim. Uchratgan har biraylarni shunchalik oq ko'ngil deb biletdim. Hamda men bilan ko'rishganligiga xushal bo'ldi deb o'ylaydim. Uning gapi davomlashmoqda edi.
Meningcha, hech kim menga sizdek do'stona muomalada bo'lmadi. Qaramaqa dastlabida noiti jafoliq hamda noiti zaruriyatsizlik ko'rinadigan ashu ishlarni qilishim to'g'risida men tushunolmaydigan gaplar bilan nasihat qilib o'ltirmadi. Ash yaxshi odamlar menga nasihat qilgani kelmadi. Meningcha ular azaldan bunday xayolda bo'lib boqmagan bo'lishi mumkin. Siz kishilarni badal to'lashga qistishidan bezor. Sadoqatsizlik orqali qo'lga keladigan baxtga o'sh. Men ilgari his qilmagan bu ishlar hammadan qimmatlik. Uning ovozi tövan, tamkin chiqdi. Yosh to'kish, hayajonlanish ahvollarini ko'rilmadi. Eg'izdan chiqayotgan har bir so'z Archerning yuragiga qizitilgan cho'yin to'pdak tegib o'tadi. Engishib o'ltirgan Archer ishga qo'lida beshini qamallab olgan. Ko'zlari tam mashinadagi gilamga uning ko'ngliga ostidan chiqib turgan tovar kashining uchiga tikilgan edi. Archer to'satdan tizlandi-da, ashu kashni so'yishga boshladi. U Archerning gavdasi ustiga engishib, qo'llarini uning mo'rlariga qo'ydi. Ko'zlari uningga tikildi. Uning nazari ostidagi Archer qimir qilmay turardi. Burilib bitkizib bo'lgan ishlaringizni men o'zgartmayla bo'ldi, dedi Oraniska xonim. Hozir ilgirki tafakkur andisiga qaytishga amalsizman. Sizni suydiganligim uchun voz kechishga majburman. Archer intizorlik ichida uning quchoqlarini keng ochdi. Biroq u orqaga chekinish bilan javob qaytardi. Ular yanala bir-biriga qarab turishdi. Oraniska xonimning bayotinqi gapi ularni moshundoq ayirib turardi.